Assalomu alaykum. O'zbekiston tarix telekanalining qadrli muxlislari, efirda Tarix maydoni ko'rsatuvi. Bugun tarix maydonida insonni ma'naviy yuksaklikka eltuvchi, jamiyat taraqqiyotini kafolatlovchi omil, ta'lim, ya'ni pedagogika tarixi haqida suhbatlashamiz. Buning uchun munozaralar maydonchasiga bir guruh olimlarni taklif etdik. Xush kelibsizlar, xush ko'rdik ustozlar. Ustoz bo'lish oson, lekin ustozlik qilish qiyin. Bizni o'lkamizdan o'rta asrlarda keyingi 10 asr ichida jahon ilm faniga ulkan hissa qo'shgan 14,5 mingdan ortiq olim chiqqan ekan. 14 ming olimni hali kitobga tushgani bu hali. Kitob yozganlari bu. Kitob yozganlari. Kitob yozib muallif sifatida nomi qolganlar. Va undan keyingilari kitobga tushmaganlar ham, demak, ularning o'qigan makoni qayer bo'ldi? Albatta, Sharq maktabida shu mubolag'a bo'ldi. Angliyada 1200 falon yilida universitet ochilgan birinchi deyiladi. Misol uchun yoki falon joyda Yevropada akademiya ochilgan deyiladi. Albatta. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, bizning tariximizda bular oldinroq ochilgan. Sharq sivilizatsiyasini dunyoga taratgan allomalar bizni yurtimizdan yetishib chiqqan. 100 mingdan ortiq qo'lyozma qayerda yozilgan? Bu hali bu yoqda toshib ketilgani, olib ketilgani, qayerlardir yurganlaridan qolgani turibdi. Aziz ustozlar, mana hozir tarixda biz umuman pedagogikaning, ta'limning qaysidir darajada nima deydi, muhim bo'lganligini va bugungi uni ta'sirini va O'zbekiston tarixida bu qanday nima deydi, shakllanganligini, ya'ni pedagogikaning shu haqida suhbat qurishimiz kerak. Ya'ni bunda o'zbek pedagogikasining ildizlari qaysi davrga borib taqaladi degan muhim savol turibdi. Bu xonliklar davrimi yoki undan oldingi davrlarmi? Marhamat ustoz. Avvalo shuni aytmoqchimanki, men mana 55 yildan buyon mana shu ta'lim tarbiya bilan shug'ullanib kelaman. Shu hayotimiz shunga bag'ishlanganmiz. Meni bitta shiorim bor. Ustoz bo'lish oson, lekin ustozlik qilish qiyin. Albatta. Mana shuning uchun demak butun hayotim davomida shu yoshlar tarbiyasiga, demak ularni ma'naviy yetuk qilib tarbiyalashga, demak vatanparvarlik ruhini nihoyatda kuchaytirishga, kerak bo'lsa milliy qadriyatlarimizga bir qanaqadir sadoqat bilan munosabatda bo'lishiga doim ravishda e'tibor berib kelganmiz. Chunki bizning fanimiz o'sha O'zbekiston tarixi, milliy isloh g'oyasi, demak demokratik jamiyat qurish nazariyasi, politologiya, ya'ni siyosatshunoslik va boshqa fanlar, jumladan pedagogika tarixi ham bor bu ichida. Endi agar bevosita bizdagi ta'lim masalasiga keladigan bo'lsak, bizni xalqimizda, millatimizda bu ta'lim tarbiya masalasi juda uzoq davrlarga borib taqaladi. Endi mayli juda uzoqqa o'tmaylik-ku, aytaylik o'sha 9-12 asrlarda bizda ta'lim shu qadar yuqori darajada qo'yildiki, natijada bizda birinchi uyg'onish davri bo'ldi o'sha davrda. Yoki umumiy xalqaro til bilan aytganda Renessans deymiz. Buyuk allomalarimiz yetib chiqdi. Qayerdan? Demak, mana shu ta'limni to'g'ri qo'yilganligidan, uni to'g'ri tashkil qilinganligidan. Demak, o'sha 9-10 asrlardayoq masalan Yusuf Xos Hojib degan bir buyuk allomamiz, Mahmud Qoshg'ariy degan buyuk allomamiz. Mana shular ham bevosita ta'lim tarbiya bilan shug'ullanganda. Ana shundan boshlandi bizda ta'limga e'tibor. Keyingi Temur va Temuriylar davrida biz yana tarixni, ta'limni, madaniyatni, o'sha pedagogikani nihoyatda rivojlantirdik. Yana buyuk allomalar yetishib chiqdi. Demak, ikkita masalani ikkita davrda biz hal qildik. Endi qayerda? O'sha davrda bizda masalan madrasalarda o'qitilgan xususan, undan keyin masjidlarda o'qitilgan. Bunday olsak aytadiki, Yevropada masalan Angliyada 1200 falon yilida universitet ochilgan birinchi deyiladi. Misol uchun yoki falon joyda Yevropada akademiya ochilgan deyiladi. Albatta. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, bizning tariximizda bular oldinroq ochilgan. Shunday. Jumladan o'sha Samarqanddagi, Buxorodagi, Xivadagi madrasalar bular o'z davrini universitetlariga teng bo'lgan. Shunday. Chunki faqat o'zimizda emas, kerak bo'lsa boshqa musulmon mamlakatlardan kelib shu yerda o'qishgan, ta'lim olishgan. Buning ustiga 1004-yilda demak bizda birinchi marta akademiya tashkil qilingan. Akademiya. Bu hali bu vaqtda Yevropa uyquda edi. Mana ko'ryapsizmi, demak, ta'lim sohasiga, tarbiya sohasiga yoki aytaylik 9-keyin Temuriylar davridagi Ulug'bek akademiyasini olib qaraylik. Bunda qilingan ishlar hozirgacha olamni mashhur qilib kelyapti-da, hamma tan beryapti. Albatta. Ana endi bugun mana oldimizga muhtaram prezidentimiz yana bitta masalani qo'ydilar. Kelinglar, shu biz 3-Renessans amalga oshiraylik.
ta'lim tarbiyani rivojlantiraylik, pedagogikani rivojlantiraylik. O'zimizni o'sha buyuk tariximizga, buyuk o'tmizga, buyuk ma'naviyatimizga tayangan holda yana yoshlarimizni shunaqa tarbiyalaylikki, ularni orasidan buyuk o'sha Xorazmiylar, Beruniylar va hokazolar yetib chiqsin degan masalalarni qo'ydilarki, bugun mana shuning uchun ham yoshlarimizga nihoyat katta e'tibor berilyapti. Institutlarda, universitetlarda o'qish masalasi bugun kun tartibida birinchi masala bo'lib qoldi. Chunki muhtaram prezident aytyaptilarki, muallim. Ha? Birinchi masala ta'lim. Demak, har ikkalasini agar biz o'z doiraga qo'yib bajarsak, tarbiyani o'qituvchining orqasidan bevosita boshqalar ham keladi. Qaysi mamlakatda ta'lim yuqori o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, demak biz bunga albatta erishamiz. Mana bugungi kunda o'qituvchilarga yaratib bergan sharoitlarni olib qarangda. Hatto kuni kecha mana muhtaram prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining katta bir nufuzli mana shu minbardan nutq so'zlab, o'sha yerda ham o'qituvchilarga yaratib bergan imkoniyat to'g'risida gapirdilar-da. Endi tasavvur qiling. Bizda o'qituvchining vazifasi nihoyatda yuqori ko'tarildi. Unga e'tibor, uni obro'si, uni mehnati qadrlanyapti. Agar qani edi shu yoshligimiz yana qaytarib kelib qolsa, yana qaytadan shu kasbni tanlab shu ishni boshlagan bo'lardik-da. Shuning uchun men aytmoqchimanki, kelingizlar mana shu pedagogikamiz, o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz hayoti yana ham yaxshi bo'lsin. Va albatta o'ylaymizki, bunga biz erishamiz. Va bu biz oldimizda turgan asosiy maqsad. Muhtaram prezidentning oldida agar shu nimaga kamarbasta bo'lib tursak, demak o'ylaymizki, O'zbekistonimiz yuksak yutuqlarga erishadi. Kim bilan? Yoshlarimiz bilan, ustozlarimiz bilan erishadi. Mana shunday o'ylayman. Fikrlar bo'lsa? Albatta, mana hozir domla aytib o'tgan birinchi uyg'onish davri, ikkinchi uyg'onish davri, dunyoni bizni ota-bobolarimiz ilm fan bilan larzaga solgan bir davr. Mana hozir bizdan so'rab qolishsa, masalan, o'rta asrlarda jahon ilm faniga ulkan hissa qo'shgan Movarounahar Xuroson ulamolaridan, olimlardan kimlarni bilasiz desa, 5 tani, 10 tani sanab beramiz, 20 tani. Juda zo'r biladigan odam bo'lsa, oramizda balki 50 tani sanab beradi. Shunday. Uni u yoqqa o'tolmaymiz-da. Yaqinda bir kitob qo'limga tushdi. Bu Saudiya Arabistonida chiqqan kitob ekan, Movarounahar olimlari degan. Bizning o'lkamizdan o'rta asrlarda, keyingi 10 asr ichida jahon ilm faniga ulkan hissa qo'shgan 14,5 mingdan ortiq olim chiqqan ekan. Shaxsan biz o'zimiz ilmiy ekspeditsiyalarda qabr toshlarini olib o'rgandik Farg'ona vodiysida. Shunda qabr toshlari borki, shunaqa olimlar borki, juda katta olim, juda katta ilm egasi, lekin undan kitob qolmagan. Yani olim, haqiqiy ustoz, u dars bergan, ta'limni rivojlantirgan, turli xil sabablar ko'ra yo'qolgan demak albatta asarlari. Yo'qolgani ham bor, umuman masalan, hozir ham bor. Masalan, ne yaxshi bir ma'ruza qiladigan, televideniyada chiqadigan yoki bo'lmasam radioda chiqadigan olimlarimiz bor, lekin kitob yozavermaydi-da. Endi ularni hisoblamaganda bu kitob yozganlarning o'zi shuncha ekanda. Buning hammasini ildizi sababi bizda ta'lim tizimi, ustoz shogird tizimi yaxshi yo'lga qo'yilganligida. Buni ildizi shu uzoqlarga borib taqaladi. Hatto masalan, bizda shahzodalar, podshohlar ham ustozlarni hurmat qilishgan, ularni izmida yurishgan, aytaylik, ulardan o'rganishgan. Mana Zahirdin Muhammad Bobur, Mavlona Muhammad Qoziki mening pirim va ustozimdir deydi. U deydi, yana ustozlik juda to'g'ri aytdilar. Ustoz bo'la olishlik birinchidan sharaf, ikkinchidan juda qiyin ekanda. Hamma ham bo'la olmagan ekan. Bu rutbani hamma ham ko'tara olmagan ekanda. Masalan, u kishini deydi, nasl nasabi deydi, ona tomonidan Sulton Ilik Moziga borib taqalar, ota tomonidan Burxoniddin Qilich naslidandir deydi. Bu shu qadar haligi nasl nasabni ham sharafliligi e'tiborga olingan ekan. O'sha 16-asrni olib qarsangiz, Jamiul Maqomat asarida bir narsa berilgan. Mahdum Azam Kosoniyning ustozlari Mavlona Muhammad Qozi og'ir kasal bo'lib qolar ekanlar. Og'ir kasal bo'lib, nihoyatda og'ir yotgan bir paytlarda endi shogirdlar kelar ekan. Ustozni atroflarida girdi kapalak. Aytar ekanlarki, shu biron bir inson bo'lsa, shu dardni mendan so'rab olsa, meni xalos etsa, menga yengillik bo'lsa, qani edi deganda Mahdum Azam Kosoniy otilib chiqqan ekanlar. Yosh yigit. Ustoz, shu dardingizni men olayin deb iltijo qilib, duo qilib so'ragan paytlarida ustoz sog'ayib ketib turib, Mahdum Azam istimalash, kasallashni boshlagan ekanlar. Shunda u kishi duo qilgan ekanlar. To qiyomatgacha sening naslingdan faqat olimlar, fozillar chiqsin degan ekanlar. Mana yaqinda televizorda bir ko'rsatuv ham qilindi. Mahdum Azam avlodlaridan hozirgacha yuzlab olimlar chiqqan ekan. Yuzlab olimlar, shoirlar, davlat arboblari o'sha duoni xosiyati, ya'ni ustozini shogirdga qilgan duosini xosiyati u avlodlarda ham o'zini aksini, mevasini beribdi-da. Marhamat. Yuqorida ustozlarimiz to'g'ri qimmatli ma'lumotlar aytdi. Umuman olganda pedagogika tarixini
e'tiborga oladigan bo'lsa, bu eng qadimgi davrlardan borib taqaladi desak xato bo'lmaydi, ustozlarimiz qo'shiladi. Chunki har bir ijtimoiy tuzumda, ya'ni insonning taraqqiyotga, insonning ma'naviy barkamollikka eltuvchi omil sifatida o'sha ta'lim, fan misol uchun olinadigan bo'lsa, uni demak o'sha ta'lim fanning bevosita insonni ma'naviylikka yuksaklikda bevosita pedagogika tarixi, pedagogikaning o'rni juda muhim deb hisoblayman. Xo'p, pedagogika qadimgi davrdan to shu bugungi kungacha, ya'ni tarixiy davrlarda shakllanib, rivojlanib kelgan pedagogika tarixi va shu bilan birgalikda ta'lim, tarbiya, pedagogika nazariyasining taraqqiy etib shakllanishda bevosita davrlarga bo'lib o'rganilib kelingan. Xo'p, mana biz o'zimizni vatanimizni oladigan bo'lsak, pedagogika tarixi o'sha qadimgi davrda, ya'ni miloddan oldingi davrdan, to islomdan oldin bo'lgan davrlarni hisoblaymiz va islomdan keyingi davrda ham o'sha pedagogik tarixi taraqqiyoti ko'zga tashlanadi. Misol islomdan oldingi davrda biz o'sha zardoshtiylik, markaziy xalqlarning o'sha asosiy dini bo'lgan zardoshtiylikda, undan oldingi davrda umuman bizga bostirib kelgan bosqinchilar bizning ma'naviy merosimizga, ma'naviy boyligimizga juda katta ziyon keltirishgan, zarba berishgan. Buni tarixni o'rganuvchilar ham yaxshi biladi. Ya'ni Iskandar Zulqarnaynning, shu bilan birgalikda arablar bosqini bevosita juda katta, demak, boyagi pedagogika bo'lgan tarixiy ma'lumotlarni ham yo'q qilinishiga olib keldi. Islomdan keyingi davrda mana 7-12 asrlarda juda islom madaniyati va taraqqiyot rivojlanishi birgalikda pedagogika tarixi ham rivojlandi. Ya'ni ta'lim meroslar juda katta buyuk allomalar yetishib chiqdi. Xususan Farabiy, Al-Xorazmiy, Beruniy, umuman juda ko'plab zabardast zamaxshariylar yetishib chiqib, dunyoni sharq sivilizatsiyasini dunyoga taratgan allomalar bizning yurtimizdan yetishib chiqqan. Xo'p, keyingi o'sha o'rta asr renessansda oladigan bo'lsak, u davrda ham misol 15-16 asrlarda Ali Xushchov, Zahir Muhammad Bobur, Ulug'bek kabi buyuk zabardast allomalar yetib chiqib, ular boyagi bizning xalqimizda ma'naviy merosini boyishida juda qimmatli, demak, ma'lumotlar, asarlar yozib qoldirishgan. Rahmat. Fikrlaringiz bo'lsa, ustozlar. Marhamat. Bizdagi sharqona ustoz odob deymiz. Donishmandlik, jamiki insoniy fazilatlar, yaxshilik alomatlari hammasi bu sharq maktabida shakllantirilgan. Va qolaversa bitta gapni aytmoqchiman, mana hozir domla aytdilar, 14 ming demak biz biladigan olimlarimiz kitobga tushgan. Demak, hammasini ustozi sharq maktabi bo'ldi. 14 ming olimni hali kitobga tushgani bu hali. Kitob yozganlari bu. Kitob yozganlar, kitob yozib muallif sifatida nomi qolganlar. Va undan keyingilari kitobga tushmaganlari ham demak ular o'qigan makoni qayer bo'ldi? Albatta sharq maktabi desa mubolag'a bo'lmaydi. Albatta. Bunga biz e'tirof qilishimiz kerak. Albatta. Tarbiya tarixi, pedagogika tarixi, ilm-fan tarixi qachondan boshlangan deymiz? O'sha qadimdan ibtidoiy jamoat tuzumi deymizmi, insoniyatning tabiatga ta'sir etish davridan o'sha ta'lim, tarbiya, atrof muhitni o'rganish boshlangan va u bugungi kungacha davom etib kelyapti va bundan keyin ham davom etadi. To'g'ri, har bir davrda o'sha ta'lim, tarbiyaning rivojlangan davri, gohida inqirozga ketgan davri, gohida chekingan davri, gohida butun dunyoni tan oldirilgan davrlari bo'ladi. Mana tariximizga bir e'tibor berib qarayotgan bo'lsak, biz o'zbek xalqi tarixining rivojlanishida ko'pincha Renessans davridan boshlaymiz, ya'ni o'sha Ma'mun akademiyasi davri deymiz, lekin undan oldingi bir tarixga bir e'tibor berib qarayotgan bo'lsak, hop, mana domla yaxshi aytib o'tdilar, bosqinchilarning kirib kelishi, hop, turli xildagi agressiyalarning bo'lishi shu xalqning madaniyatini, yozgan kitoblarini yo'qotishga harakat qilingan. Shu islom davrigacha bo'lgan davrda juda ko'plab kitoblar yozilgan, asarlar yozilgan, hop, qandaydir ma'naviy, ma'rifiy ishlar olib borilgan, tadbirlar olib borilgan. Masalan, shulardan bittasi bugun dunyo miqyosida e'tirof etilayotgan Avesta kitobi. Oddiy shuni olib qaraylik, Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi deymiz, Avesta kitobi. Agar Avesta kitobiga bir shunday e'tibor berib qarayotgan bo'lsangiz, u yerda ta'lim, tarbiyani olib borilishi, yosh avlodni tarbiyalashi, nimalarga e'tibor qaratilishi, bugungi kunda atrof muhitga bo'lgan munosabatni qanday shakllantirish kerakligi, hammasi shunday yozilganki, bugun bunday o'ylab qarasangiz, shularga ehtiyoj sezganday bo'lib qolasiz. Shularni bir qaytarib olib kelgandek bo'lasiz. Chunki insoniyatning barqaror davom etishi
nimalarga bog'liq, qaysi omillarga bog'liq ekanligi aviatsiyada yaqqol ifoda qilingan. Aviatsiyada yaqqol ifoda qilingan. Ana shularni demoqchimanki, xuddi shunday mazmundagi kitoblarni yozish, shunday hali muqaddas kitoblar deymiz, hozir muqaddas kitoblarni yozish bu o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. O'sha shu yerda o'ziga xos ta'lim tarbiyani, o'ziga xos ilmni, o'ziga xos kuzatuvchanlikni, atrof muhitga bo'lgan munosabatni o'ziga xosligini ko'rsatadigan va insoniyatning kelajagini o'ylaydigan g'oyalarning vujudga kelishiga muayyan ta'sir etadigan fikrlar ayni shu hududda ko'p bo'lgan va bugungi kunda pedagogika tarixi faloncha asrda, faloncha ming yillikda desak, bu xatoga yo'l qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Juda katta uzoq va tarixga ega ekan. Masalan, Abraham Beroning o'zining qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida ham, keyin ko'plab yozgan asarlarida ham ta'lim tarbiya haqida, oila tarbiyasi qanday ekanligi haqida, hop, oilada ota-ona bilan munosabat haqida, hop, kelin bilan kuyov o'rtasidagi munosabatlar haqida juda keng, chiroyli qilib yozib berganki, bugun o'shalarni o'qib e'tibor berayotgan bo'lsak, nega biz buni shu paygacha o'qimaganmiz degan xayol keladi. Va yana bir narsani aytishim kerak, mana Tohir aka yaxshi aytdilar. 14 mingdan ortiqroq olim yozgan, asar yozganlar qolgan. Bugun sharqshunoslik universitetida 100 mingdan ortiq qo'lyozmamiz bor deyapmiz. 100 mingdan ortiq qo'lyozma. 100 mingdan ortiq qo'lyozma qayerda yozilgan? Bu hali u yoqda toshib ketilgani, olib ketilgani, qayerlardir yurganlardan qolgani turibdi. Biz buni hali o'qib olganimiz yo'q-ku. Biz buni o'qib jamiyatga tatbiq qilsak, o'sha tarixini bir ko'tarib insoniyat oldiga qo'ysak, bugun biz yana o'sha sivilizatsiyaga qadam qo'ygan bo'lamizda. Yana shu Amir Temur davriga o'tib qaraymiz. Ikkinchi Renessans davrimiz deymiz. Ikkinchi Renessans davrida o'sha Amir Temurning qarashlari, Amir Temurning shaxsiy intilishlari, Amir Temurning shaxsiy fazilatlari mana shunday bir yuksak bir davrga olib chiqdi-da. Yuksak bir davrga, Renessans davriga olib, butun dunyo tan oladigan davrga olib chiqdi. Mana hozir aytishadiki, hop, dunyoda deydi Amir Temur haqida, birgina Yevropada aytyapti. Amir Temur haqida 550 dan ortiq nomda kitoblar yozilgan deydi. Bir kishining haqida Yevropa nima uchun shuncha olimlar, shuncha yozuvchilarning fikrini Amir Temur qayta o'ziga jalb qiladi? Nimasi bilan? degan savol tug'iladi. Nimasi bilan jalb qilyapti? Chunki o'zining hali keng iqtidori bilan o'sha kichikgina insonni tarixda olib qolayotganimiz kichkina bir hayotda bu kichkina bir o'tmishda 70 yilligi o'tmishda qilgan ishlaring naqadar buyukligi bilan ta'lim sohasidan, tarbiya sohasidan, bunyodkorlik sohasidan, qurilish sohasida deymizmi, boshqa barcha sohalarda qilingan ishlariga bo'lgan e'tibor va uning eng asosida o'sha insondagi eng oliy fazilat, adolat va bunyodkorlikning turganligi natijasida deb o'ylayman. Mana bugungi kunda ham mana yuqorida Iskandar aka aytdilar, prezidentimiz tomonidan e'tibor qaratilyapti yana ta'limga. Chunki mana o'sha Amir Temur davridan keyingi tarixga bir nazar solayotgan bo'lsangiz, o'ziga xos bir oqsoqlik, o'ziga xos bir keyinga ketish bir holatlar yuz berdi. Buni sabablari juda ko'p va lekin bugun mustaqillik davrimizda shu narsaga alohida e'tibor qaratiladi. Alohida e'tibor qaratganda nima bo'ladi ko'rishimiz. Masalan, maktablarda yuz berayotgan o'zgarishlarga, oliy ta'lim muassasalarini sonining ko'paytirilishiga va hammani qamrab olishga intilayotganimizda, bolalar bog'chalariga alohida e'tibor qaratganligimizda. Bu nima? Bu ta'lim yoshdan boshlanib keladi. Bu tarbiya yoshdan boshlanib keladi-da. Ana shuning uchun ham bizni o'zimizga xos xususiyatimiz, o'ziga xos bola tarbiyasida, bolaga ilm berishdagi yo'llarimiz, usullarimiz ko'pki, buni biz ko'proq targ'ib qilsak, maqsadga muvofiq bo'lardi, yanada ishimiz rivojlanardi demoqchiman. Albatta, rahmat. Ana endi juda balki og'riqli savoldir. Biz aytamiz, o'zi birinchi savolim pedagogika yoki pedagog o'zi nima yoki kim? Aniqlaylik. Pedagogika nima? Pedagog kim? Endi uni davomi sifatida bitta savol bor. Bu ko'p aytamiz biz. Sharqona qarashda ta'lim va tarbiya birgalikda olib borish kerak. Lekin G'arb buni qildimi? Lekin ular qilmagan bo'lsa, nega uni ilm fani bizdan o'tib ketdi? Bu juda og'riqli. Biz ta'lim va tarbiyani birga olib boryapmiz, lekin bizda nima uchun hozir mana dunyoni titratadigan olimlar bugungi kunda istaymizmi, yo'qmi? Kam. Bor. Kam, juda kam. Bor. Yo'q demayapman, juda kam.
Sababi nimada? Va biz hozir o'sha sharqona qarashni, ta'lim va tarbiyani birdaniga olib borishimiz kerakmi? Bu zarurmi bu narsa? Yoki bo'lmasa pedagog ta'limga ham, uning tarbiyasiga ham e'tibor beradigan bo'lsa, mana hozir universitet misolida, oliy ta'lim misolida 20 yoshgacha bo'lgan mana o'g'il qizlar keladi. Ularning tarbiyasiga biz qay darajada ta'sir ko'rsata olamiz? Juda qiziq narsa bu narsa. Xo'sh, rostdan biz to'g'ri yo'lda ekanmiz. Nega? G'arb ilm fani yuksaklarda-yu, sharqda bunday emas. Pedagogika so'zini o'zi yoki pedagogika tarixini aynan shu joyda pedagogika so'zini lug'aviy ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha bola yetaklovchi degan ma'noni bildiradi. Bu hammamizga ma'lum. Demak, o'z-o'zidan bola yetaklovchi degan ma'noni bildirishida juda katta yuqorida aytilgandek mas'uliyat ham bor. Albatta. Chunki hozir endi o'rtaliqdagi davrlarga to'xtalmadim, ichimda qoldi. Oliy ta'lim misolida oladigan bo'lsak, agar biz mana pedagog sifatida hozir ustozimiz aytganlaridek ustoz sharafiga ega bo'lish juda ham qiyin. Juda ham qiyin, albatta. Xususan pedagog maqomini olish ham qiyin deb o'ylayman men shaxsan hali yosh o'qituvchi sifatida. Pedagog bolani yetaklovchi hisoblanar ekan 18 yil, ana oling 17 yil ma'lum bir o'ziga xos oilada shakllangan bolani, ya'ni farzandni biz o'sha oliy ta'limga qamrab olamiz. Albatta ularning mehnati natijasi, bilimlari mahsuli bilan talabalikka qabul qilinishadi. Ana endi shunda biz siz aytganingizdek o'sha sharqona qarash, sharqona mentalitet asosida ham ta'lim, ham tarbiya berishga qaysidir ma'noda harakat qilamiz va bilmadim bu qanday tushunish mumkin. Mentalitetimiz ham shuni talab qiladi, afsuski. Albatta, mentalitetimiz talab qiladi. Aha. Chunki G'arbda yo'qmi bunday mentalitet? Amerika ta'lim tizimida ta'lim va tarbiya birdan olib borish kerak degan narsa. Marhamat. Demokratik tamoyillar tizimida o'sha g'arbda deganingiz, misol uchun Amerika misolida agar oladigan bo'lsak, ularda bizlar kabi kiyinish madaniyatiga rioya qilish biroz demokratik ko'rinishga ega. Demokratik kiyinish tarafi. Keyin. Chunki talabani auditoriyada o'tirishi, o'sha kiyinish madaniyatini bitta ko'rinishi ham tarbiyaga bog'liq bo'ladi. Albatta, albatta. Chunki yonida bir talaba yoki kursdoshi deydigan bo'lsak, boshqacha bir kiyimda, ya'ni o'sha oliy ta'lim tizimiga mos kiyimda. Lekin boshqasi demokratiya deb yoki men o'sha Amerikada shunday kiyinadi yoki shunaqa nima deydi, o'zini shaxsiy ehtiyojlarini qondirib o'tiradi. Masalan, aytaylik, ya'ni sigareta tutatib yoki qahva ichib o'tirishi bizning mentalitetimizga qaysidir ma'noda to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman men. Lekin siz aytgan g'arb mentalitetini, ya'ni o'sha talabani bevosita erkin o'tirishiga ham men erkin qara olmayman. U baribir yuqorida o'zingiz ta'kidlaganingizdek ta'lim va tarbiya bizda parallel. Misol uchun Amerikada o'sha ingliz tilida oladigan bo'lsak, mana yoshlarimiz o'rganishyapti. Education. Ta'lim so'ziga e'tibor bordek haqiqatda. Lekin tarbiya so'zini ular education so'zi bilan parallel qo'llashmaydi-da. Alohida e'tibor berishadi, tarbiyasiz demoqchi emasman, lekin ta'lim sohasida uni biz kabi ta'lim va tarbiya yoki ma'naviyat va ma'rifat kabi parallel qo'llashmaydi. Ana endi shu yerda biz qay darajada buni uddalay olyapmiz ustoz? O'sha tarbiyani ham, ta'limni ham berishda u biz maktabgacha ta'limdan to oliy ta'limgacha bo'lgan davrda. Endi bu gapingizga shunday javob bermoqchiman-da, qarang. Bizda haqiqatda bugungi jahonda rivojlangan algebra, informatika, geometriya, geodeziya degan ko'p fanlarni tamal toshini albatta birinchi navbatda bizni allomalarimiz qo'ygan. Shartda qo'yilgan. Buni tan olamiz. Bizni allomalarimiz qo'ygan. Endi nima uchun bunaqa bo'ldi-yu, bizda orqaga ketib boshqalarda rivojlanib ketdi deganda, bu yerda shunday bir javob berish kerak. Masalan, xonliklarimizni, men tarixini, bizni tariximizda alohida o'rin tutadi, buni hech qanday kamsitishga haqqim ham yo'q, asosim ham yo'q. Albatta ustoz. Vazifamga ham kirmaydi. Lekin bitta narsa bor bu yerda, o'sha xonliklarimiz davrida taxt talashishlar, ichki nizolar, bir-biriga qarama-qarshi kurashish oqibatida mana shu ta'limga bo'lgan, tarbiyaga bo'lgan narsa anchagina orqaga ketib qoldi. E'tibor susaydi demak o'sha davrda. Lekin baribir ular bunga e'tibor berdi. Mana men misol uchun aytaman, Buxoroda
o'sha Buxoro xonligida, amirligida 60 ta madrasa bo'lgan. Albatta, 60 yo'q ta deolmaysiz, madrasa. 60 ta juda ko'p Ha, aslida. Mana shu madrasalarda o'qigan talabalarning soni bo'yicha, ya'ni har 10 ming kishiga to'g'ri keladigan talabalar soni bo'yicha o'sha 1850-60 yillarda masalan Buxoro amirligi Fransiyadan, Germaniyadan oldin turgan. Talabani to'g'ri kelish soni bo'yicha. Ana endi keyingi vaqtlarda shu ta'lim tarbiyaga e'tibor berishda men bitta narsaga alohida e'tibor qilmoqchiman. Bir yaqinda bir yevropalik olim bilan suhbatlashib qoldimda, o'sha aytdi. Menga savol beryapti. Siz aytingchi dedi, nima uchun dedi sizlarni yosh bolalaring tug'ilishidan bo'loq tili chiqish bilanoq dedi sizga siz deb murojaat qiladi dedi. Men o'ylab qoldim. Haqiqatda biz Mentalitet bo'ladi albatta. o'rgatmaymiz. O'zi tug'ilishi bilan siz dedi-da. Keyin aytdim, men bilmadim buni nimaga sabab etsam, dedi, siz bilmaysiz. Sizlar dedi saroy ko'rgan xalqsizlar dedi. Bu degani davlatchilikni ko'rgansizlar dedi. Ya'ni davlatchilikning tarixi uzoqqa ega. Albatta, Demak, mana o'sha davlatda tarbiya ham yuqori qo'yilgan degan mazmun. Shuning uchun ham bizni yoshlarimiz o'sha qadimgi davrlarga olib qarasak, demak yoshlarimiz masalan 7-8 yoshida, 10 yoshida demak mayli diniy tomondan Qur'onni yaxshi bilgan, kerak bo'lsa boshqa adabiyotlarni, tarixlarni o'qigan, madaniyatni bilgan, bemalol katta odamlar bilan o'zi qatori katta yoshlar bilan teng gaplasha olganda, mana Boburni olaylik, o'sha Navoiyni olaylik, Ulug'bekni olaylik, boshqa demak, ularning tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Demak, o'sha mayli aslzodalarni xonadonida yoki amaldorlarni, boylarni xonadonida, demak, oddiy xalqda ham bu masalaga jiddiy e'tibor berilgan. Ana shuning uchun aytmoqchimizki, mana keyingi vaqtlarda pedagogika institutida mana shu masala o'rniga qo'yildi. Mana bu yil 90 yil bo'ldi pedagogika institutini tashkil bo'lgan. 90 yildan buyon mana shu pedagogika institutida hammasi shu institutni bitirgan bizlar kadrlarimiz. Ana o'sha yerda 90 yildan buyon pedagogika tarix o'qitiladi, pedagoglar tayyorlanadi. Va bular jamiyatimizni rivojlanishida juda katta hissa qo'shib kelyapti. O'zbekiston pedagogikasining markazida bunday bo'lgan. Markazi asosan. Eng birinchi institut. Albatta. Bugun o'sha pedagoglarga bo'lgan men yuqorida ham aytdim, yana qaytaraman. Qarang, yaqingacha masalan biz yoshimizdagilar ko'pchilik yoshimizda maktabni yig'ishtirib qo'yardik. O'qishni yig'ishtirib qo'yardik, tarbiyaga qo'yinlar qaderdida 3 oylab, 4 oylab paxtada yurardik. Yoz payti yagandaga chiqardik, o'toqqa chiqardik, bivateshga chiqardik, beda urishga chiqardik. Bu degani bugun qarang, shularni hammasini qilsa bo'lar ekan-ku. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan bu masalaga chek qo'yildi. Bugun bevosita demak o'qituvchi faqat o'qituvchilik bilan shug'ullansin, tarbiya ishi bilan shug'ullansin. Mana bu sohada demak bu o'qituvchimizga katta mas'uliyat ham yuklaydi. Endi ular o'zini faniga shu qadar chuqur berilib o'qitish kerakki, demak o'quvchi o'sha o'qituvchining orqasidan ergashsin. Mana shu o'sha kasbni ulug'ligini tasavvur qilsin. Chunki bu ulug' kasb. Bunaqa kasb bu ko'pchilikka ham berilmaydi. Albatta ustoz, endi o'sha joyda yana o'sha mantiqiy davom sifatida bizga hozirgi kunda ustoz ta'lim va tarbiyani birdaniga olib borish va uni bitta pedagogga yuklab qo'yish to'g'ri ishmi? Endi hozir mana bizda ta'lim bilan tarbiya o'zi olib borilganligi, lekin ustozlar, muallimlar zimmasiga tarbiya u bir vazifa sifatida yuklanmagan. Vazifa sifatida yuklanmagan. U har qachon tarbiya masalasi ota-onaning bo'yinda bo'lgan mas'uliyat. Shu xonliklar davrida ham, qoraxonliklar davrida ham hammasida, xususan jadidlar davrida ham shunday bo'lgan. Sovet davrida ayniqsa keyingi yillarda asosan o'qituvchining zimmasiga ta'lim tarbiyani birga olib boramiz. Tarbiyalab ta'lim beramiz, ta'lim berib tarbiyalaymiz degan qoida o'rtaga tashlandi. Bunday qilib bo'lmaydi. Mustaqillikdan keyingi davrda demak aytayotgan. Bu mustaqillikdan keyingi davrda yaqingacha ham shunday bo'ldi. Mana keyingi 3-4 yil ichida qog'ozbozlik ancha kamaydi xolos o'qituvchida. Endi qarangki, bu degani o'qituvchi tarbiya bilan shug'ullanmasin degani, demak tarbiyani chetga surib qo'ysin degani emas. O'qituvchining kiyinishi, gap so'zi, muomalasi, muloqoti, bilimini o'zi tarbiya asli. Bu alohida jurnallar to'ldirish shart emas. Alohida qayerga borib fotosessiya qilib, o'quvchi bilan rasmga tushib, uyiga borib, ota-onasi bilan rasmga tushib, jurnal to'ldirib, o'sha kansellariya daftarlarini to'ldirib, shu suhbat o'tkazim degan qog'ozlarni yozish shart emas. Bu hammasi qog'ozbozlik, bu to'liq o'qituvchining vaqtini o'g'irlaydi. Uni o'qituvchining vaqtini o'g'irlab turib, u ertaga darsga tayyorlanishga ham qurib yetmay qoladi. Vaqt yetmaydi, charchaydi. Shunday. Natijada o'qituvchi darsga tayyorlanib kela olmaydi. Uni shundoq ham o'quvchining oldida obro'si tushib ketadi. Bu o'quvchi hech qachon uni faniga qiziqmaydi unaqada. Bu to'liq zarariga xizmat qiladi. Meni fikrim shunday bo'lardiki, masalan, tarbiya masalasini ota-ona zimmasida qolish kerak. O'qituvchidan sen bunga javob berasan demaslik kerak. Qarang, shunday bir holatki,
misol uchun maktab o'qituvchisini bir o'quvchisi sinf rahbari bir o'quvchisi ko'chada biron bir jinoyat qiladigan bo'lsa u o'qituvchini ham olib borib olib kelishadi nimaga o'qituvchi hech qachon to'g'ri emasda aslida bunday albatta bu qaraganda noto'g'ri narsa sen mushtlashgin janjallashgin birovni uyiga o'g'irlikka tushgin deb hech qachon aytmaydi bu narsani pedagogni qanday bu yerda aybi bor demoqchisiz shuni aytmoqchiman uni masalan o'qituvchi o'zi hokisor bo'ladi misol uchun insonda shunday holatga ijtimoiy muhitda inson tarbiyalanadi u qanday tabiatdagi inson bo'lishidan qat'iy nazar bolalar bilan ishlagandan keyin bola tabiat bo'lib qoladi buni olib borib organ xodimi so'roq savol qilmasa kerak nima bolangiz jinoyat qildi deb bu tushunchani olib tashlash kerak keyingi paytda ilgarigi paytlarda qanday bo'lgan masalan bizda mana o'sha mana bu qoraxoniylar davrida mana Alauddin Muhammad Kosoniy bu kishi mashhur olimlar dunyo tanigan olimlardan bittasi bu kishini ustozlariga bo'lgan munosabatlari Alauddin Samarqandiyga shogird tushganlar u kishi shogird tushib turib endi iqtidorli shogird nihoyatda yaxshi ilm o'rgangandan keyin juda shogirdlarga muhabbatlari o'xshacha ekan endi shogirdlar ustozni ishini davom ettirish uchun birinchi o'rinda o'sha ustozni ilmini o'rgangan ekan ilmini o'rganib aksariyat holatda e'tibor bering shu ustozni asariga sharh yozganlar bular mana bu haqiqiy shogird bu bizda ilm fan mana shunday rivojlangan misol uchun u kishini Badaviy sanoyi fi tartibi sharoit degan asarlari bor ya'ni shariat qoidalarini sharhlashda badiiy bezaklar deb atalgan ana o'sha ustozlarning kitoblariga sharh yozganlar haligi kitob shunaqa mashhur bo'ladiki olimlar o'qib muhokama qilgandan keyin bu juda ham zo'r kitob bo'libdi haligi kitobni zo'r sharhlaganlar uchun qizlarni unga nikohlab beradilar ya'ni bu qizimizni mahriga berildi bu kitob deydilar mana ustozni shogirdga mehri shogirdni ustozga hurmati mana qarang bizda ilm fan mana shunday rivojlangan keyin yana bir Yevropada rivojlanish masalasi bizda haqiqatan ham to'g'ri masalan akademik Middendorf O'rta Osiyo ocherklari degan monografiyalari bor massallik kitoblari bor bu yerda deydi kelsak deydi O'rta Osiyoda oddiy bir dehqon ham o'qishni yozishni bilar ekan deydi bizda savodsiz deyilgan paytda rus alifbosini biladiganlarniki savodli deyildi bu bilan juda yaxshi tushirildi hatto men hayron qolaman mana hozir 20-30 yil asosan 20-yillarni milliy matbuotni olib qaraydigan bo'lsangiz savodsizlikni tugatish savodsizlikni tugatish to'lib ketgan maqolalar mana bu atamanni o'zi noto'g'ri nima biz xalqimiz savodsizmidi shunday savol paydo bo'lib qoladi rostdan shundaymidi degan u asli masalani boshqacha ko'rishgan bugungi tarix tadqiqotchilar ham ana o'sha masalani savodsizlik kurslarini ochilishi deb emas aksincha arab alifbosini tark etgan o'sha paytda mana o'tkazib lotinga o'tildimi lotin alifbosiga o'rgatish kurslarini uni talqin qilishadi tarixchilarga bu maslahat demak maslahat albatta bu yerda hech qanaqangi savodsizlikni bitirish bo'layotgan yo'q u inson o'zi biladi arab yozuvini yozishni eng quyi bosqichdagi bilimdonlik masalasini savodlilik masalasini ham u imlo xatosiz yozadi ko'chiradi mana 200 mingga yaqin qo'lyozma saqlanadi sharqshunoslar institutida mana biz o'sha man ajoyib tabaqat asarini oldik forscha asar 301 betlarni keyin Mo'jam al-Buldon asarlarini arabcha 7 tomli asarini oldik mana biz shogirdlar bilan tarjima qilyapmiz birorta imlo xato ko'rmaysiz birorta imlo xato ko'rmaysiz agar topsangiz olib kelasiz mana imlo xatoga masalan hozir bugungi kunda ziyolilarimizda o'qituvchilarning o'zini orasida dumli bo'ladimi tumsiz bo'ladimi mana bu savol tortishadi ba'zi bir so'zlarda albatta savol tug'iladi mana 20-asrning 20-yillardagi milliy matbuotda sovet hokimiyati o'rnatilgandan keyin arab yozuvida chiqqan gazetalarni o'qib turib ana endi imlo xato topasiz masalan to bilan yoziladigan narsani ikkita nuqtali t bilan yozib ketgan sim bilan yoziladigan narsani sot bilan yozilib ketyapti bu ham s tovushni beradi u boshqa so'zni beradi bu boshqa so'zni beradi bizda bunaqa imloviy xatolarga yo'l qo'yilmagan savodlilik darajasi yuqori bo'lgan shuning uchun ham bular aytyaptiki har kim oddiy bir dehqon ham deydi albatta o'qish yozishni biladi deyapti bular keyin nimaga unda ta'lim ularda rivojlanib ketdi-yu bizda rivojlanmadi degan savolga rivojlanib bizda qolib ketdi buni bizda taraqqiyot bo'ldi rivojlandi masalan aytaylik Husayn Bayqaro qo'shinida to'pchilar qo'shini yo'q edi alohida zambarakchilar lekin Amir Nasrullohxon Xudoyorxonning qo'shinida to'pchilari bo'lgan taraqqiyot rivojlanib bordi lekin bu Yevropa darajasida emas nimaga Yevropa dunyoni bosib olgandan keyin mustamlakalarni bosib olgandan keyin u yerdan tekin emas arzon emas tekin ishchi kuchini olib kelib ishlatdi ular faqat qornini to'ydirdi xolos bu arzon emas tekin agar xohlamasa dengizga uloqtirib ketdi bilasizlar buni tarixdan endi ishchi kuchi tekin va Amerikadan Osiyodan juda katta boyliklarni moddiy boyliklarni olib kelib Yevropaga oqib kela boshladi bu sun'iy ravishda rivojlanishga turtki bo'ldi ustiga ustak Fransiya hukumati ham o'sha paytlarda Angliya hukumati ham
ilm fanni rivojlanish uchun mablag' ajratdi. Hozir bugungi kun tili bilan aytganda grantlar. Mana bu ixtirolar uchun mana buncha mukofot. Mana ana endi ixtirochilar demak ta'limga. Bu texnikadagi, ijtimoiy hayotdagi ixtirolar tabiiy ilm bilan bog'liq edi. Ilm esa ta'lim bilan bog'liq edi. Albatta. Mana burasi. Lekin ustoz shogird munosabati bizning darajamizga hozirgacha ham yeta olgan yo'q, ilgari ham yeta olgan emas. Bizniki u nihoyatda oliy yuksak darajada, chunki ustoz otanglar ulug' degan qoidalar bizda hukmronlik qiladi. Lekin bizda xoliklar o'rtasida urush bo'ldi, lekin Yevropa ham tinch turgani yo'q. Masalan, Fransiya bilan 100 yillik urush 100 yillik urushlar bo'ldi. Vestfaliya sulh shartnomasi 1943 ularda to'lib ketgan. Masalan, Shimoliy Livoniya urushlari to'lib yotibdi ularda ham. Lekin ularda ijtimoiy hayot ta'lim bilan bog'landi. U farqi shunda bo'ldi-da. Demak, shu asosda rivojlandi Yevropa. Shuning uchun, ya'ni bunday olib qaraganda aytganingizdek pedagogik jihatdan hali bizni sharqiga yeta olgani yo'q. Mana sharq deganda faqat o'zimiz deymiz, mana Xitoyni olaylik, boshqa davlatlarni. Mana Xitoy seriallarni ko'rib, televizor tagida yotib olib ko'ramiz. Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarining seriallari nimaga? Erkakni ayol erkakka munosabati sharqona. Hurmat degan narsa. Masalan, Keravsali Sharqiyatga kurashidagi jangchilar o'zining maktab ustozini himoya qilishi jonini beryapti. Bizda ham undan kam bo'lgan emas. Masalan, men hozir Mahdum Azamni bitta misol keltirdim. Mana yana bizda sharqona odob hukmronlik qilgan. Ya'ni hech qachon birovni kamsitilmagan. Masalan, ustozlar bir-birini maktabini kamsitilmagan. Mana bir kuni Aloliddin Kosoniy mana Maloqibi Mavlono Lutfulloh degan kitobda shu narsa yoziladi. Samarqanddan Axsikentga qarab, Sirdaryoga qarab Mahdum Azam shogirdlari bilan kelayotgan bir paytlarda bir jamoa daryo bo'yida zikr tushayotgan ekan. Ular jahriya ovoz chiqarib, ular zikr tushayotgan ekanda. Keyin shogirdlar endi bular unday qilishmaydi, bular Naqshbandiy tariqati xufiyona zikr tushishadi. So'rashdi, ustoz, mana bular tushyapti, siz bunga nima deysiz degan ekan. Endi bu boshqa bir maktab. Deganda u kishi aytgan ekan, inkor namikunim degan ekanlar. Ya'ni inkor qilmaymiz degan ekanlar. Orqasidan inkor namikunim degan ekanlar. Ya'ni bu ishni qilmaymiz deganlar. Masalan, onkor namikunim bo'lsa, uzoqdagi ishni qilmaymiz. Inkor namikunim bo'lsa, mana bu ishni qilmaymiz. Inkor namikunim debdilar. Inkor qilmaymiz, mayli qilsa qilar ular. E'tiqod uchun. Lekin inkor namikunim, lekin biz qilmaymiz bu ishni degan ekanlar. Mana juda chiroyli odob, ko'ryapsizlarmi? Maktablar, ustozlar bir-birini yerga urmaganlar. U shogird ham ilm olib jahriya tushsa tushar, bu o'zining ishi. Xufiya tushsa tushar, bu ishi. Hech qanday taraqqiyotga zarari yo'q bu narsa. Shuning uchun sharqning o'ziga xos bu bir uslub bor-da. Masalan, Abdurahmon Jomiy hazratlari aytadilarki, ustoz muallimsiz qolganda zamon nodonlikdan qora bo'lur jahon deydilar. Ustoz muallimga ilgaridan e'tibor qilishdi. Hozir ham mahallamiz. Men yana bitta narsa aytib o'tayin. Mana Sadriddin Ayniyni eski maktab asari, men o'sha davr bo'yicha mutaxassisim, u buyurtma bo'yicha yozilgan asar. Bu odam yozib berishga majbur edi. Bizda unday bo'lgan emas. Yana tasvirlashadi eski maktabda o'qituvchilarning soqoli mana shu yerga tushib qolgan cho'q tasvirlashadi. Axir mana bugun ham repetitorlik maktablari, yosh yigitlar. Mana biz yoshimizda o'qiganlar, biz shaxsan repetitorlik qilganmiz. Davlat tashkilotida bor ishlab kelamiz xolos. Biz ham yoshligimizda qilganmiz. U paytda ham o'qituvchilar yosh yigitlar bo'lgan, yosh qizlar bo'lgan dars beradigan. Uni 70 ga kirgan chol qilib qo'yib, bolani to'xtovsiz urayotgandek qilib, bu buyurtma asosida yaratilgan. Agar shunday bo'lsa, shaxsan men ham bolamni o'sha maktabga bermayman hech qachon. Siz ham bermaysiz. Bu bizda bo'lmagan narsalarda. Shuning uchun biz tariximiz masalasini ham, ta'lim tizimimiz masalasini yoritayotganda mana shu masalalarga e'tibor berishimiz kerak. Rahmat ustoz. Ana endi biroz o'sha qadimiyroq, ya'ni o'sha o'rta asrlar davrida qanday? Yo'qonish davrini biz bilamiz. Juda katta allomalar, olimlar yetishib chiqdi. Buning boisi nima edi? Pedagogika tarixi boya yuqorida aytib o'tganimiz qadimgi davrlardan shakllanib borgan, o'sha har bir davrning o'ziga xos ilmiy, o'sha ma'naviy, o'sha muhitda bevosita bog'liq holda rivojlanib borgan. Xo'p, o'rta asrlarda mana o'zimiz vatanimizni misol tariqasida oladigan bo'lsak, bizda zabardast allomalar yetishib chiqqan. Xususan mana Amir Temurimizning suyukli nabirasi Mirzo Ulug'bek juda katta o'sha ixtirolarni amalga oshirgan, Samarqandda observatoriya qurgan, butun dunyoga mashhur bo'lgan. O'sha davrda bemalol aytsak bo'ladiki, sharq madaniyati o'sha davrda yuksak taraqqiyotga erishgan, chunki hali Yevropa uxlab yotgan edi. Yevropa hali sharqdagi bo'layotgan taraqqiy jarayonlarga hali yaqinlashmagan edi. Ya'ni uning shogirdi Ali Qushchi va boshqa xususan allomalar shu Samarqandda Ulug'bek hukmdorligi davrida o'zlarining ilmiy faoliyatlarini amalga oshirganlar. Ya'ni o'sha ixtirolar bilan shug'ullangan. Mana Ulug'bekning o'sha koinot asari bor, o'sha yulduzlar xaritasini tuzgan va hokazo. Bular tarixchi o'sha o'quvchilarga ma'lum. Xalqimiz ham bundan xabardor. Men nima demoqchiman? O'sha davrdagi muhit keyingi asrlarga o'tish jarayoni
sekinlashdi va bora bora to'xtadi. Asosiy omil qilib nima aytadi? Bu jaholat. Ya'niki o'sha 16-17 asrlarda o'sha domlamiz yuqorida ta'kidlab o'tdilar, xonliklar davrida o'zaro urushlar boshlandi. Ya'ni 3 ta xonlik bo'ladigan bo'lsa, ular tashqi o'sha ixtirolardan uzilib qoldi. Ya'ni o'sha Yevropada Kopernik deymizmi, Galileo deymizmi, ularning ixtirolari Yevropada o'sha butun dunyoga tarqaldi. Ya'ni bizdagi Markaziy Osiyo dunyodagi bo'layotgan taraqqiyotlardan uzilib qoldi. Ya'ni o'zimizdagi to'g'ri bizda madrasalarda o'sha ta'lim berildi, o'sha ma'naviy meros qilib berildi, lekin dunyoni taraqqiyotga erishtiradigan ixtirolar haqida biz xabardor bo'lmadik, ya'ni bizning xalqimiz. Shu jarayonda oqibatida mana shu o'zaro xonliklarning o'zaro ixtiloflari, urushlar natijasida tashqi aloqadan uzilib, ya'ni taraqqiyotda orqada qolish, ya'ni sekinlash jarayoni kuzatildi. Va shu sabab mana shu jarayonga kelishimiz eng ayanchli, og'riqli nuqtangiz shu bilan bog'liq. Natijada biz mustamlakaga aylanib qolishlik juda bir og'ir ayanchli ahvolga tushib qoldik. Ya'ni bu nimadan? Taraqqiyotdan uzilib qolganligimiz, jaholatda, o'zaro urushlar girdobida qolganimiz, tashqi dunyodagi ixtirolar, tashqi dunyodagi ilmdagi, fandagi yutuqlar bizda tatbiq etilmaganligi mana shu narsa sabab bo'ldi. Nima uchun Yaponiya ham xuddi shunday o'rta asrlardagi feodal davlat bo'lib modernizatsiya qilindi? Chunki Yaponiya hukumati vaqtida tushunib yetdi. Ya'ni dunyodagi Yevropa davlatlarining o'sha ixtirolarini, yangiliklarini o'ziga olib kelib, ya'ni modernizatsiya reformasini o'tkazdi. Biznikilar bu narsadan uzilib qolganligi uchun natijada biz boyagi taraqqiyotdan uzilib qolishimiz natijada afsuski keyinchalik mustamlakaga aylandik va mustamlakadan keyin biz juda og'ir bir ayanchli ahvolga keldik. Ya'ni butun bir ma'naviy merosimiz vayronagarchilikka aylandi. Ya'ni bu Chor hukumati davrida ya'ni xalqimiz ma'naviy yuksaklikda, ma'naviy o'sha ozuqadan bebahra qoldi, chunki rus mustamlakachiligi, rus o'sha siyosati bizni xalqimizni jaholatda, qorong'ulikda ushlab turish siyosatini amalga oshirgan. Ya'ni bizni xalqimizni boyagi ilmli bo'lishidan, ma'naviyatining yuksalishida tobora qarshilik ko'rsatgan. Va natijada Chor Rossiyasidan keyin Qizil imperiya davrida, ya'ni bolshevizm davrida ham xuddi jarayon kuzatilgan. 1917-yildan keyin o'sha bolshevizm g'oyasi singdirilish boshlandi. Mana shu bolshevizm g'oyasini singdiradigan maktablarda mutaxassislar yetishtiradigan siyosat olib borildi. Ya'ni bu yerda xalqimizning ma'naviy merosini o'rganish emas, balki yangicha tuzum bo'lgan sovet tuzumini, ya'ni rivojlantiradigan sovet tuzumini rivojlanishga xizmat ko'rsatadigan pedagoglarni tayyorlash. Rahmat javob uchun. Butun bir yer sharini bitta yer sharida olayotgan bo'lsak, agar kichik atomchalar bo'lmasa yer shari bo'lmaydi. Biz birdan yer sharini qo'lga kiritmoqchi bo'lyapmiz. Lekin atomchalardan boshlaydik. Bolani birinchi tarbiyasida, olayotgan ta'limidan boshlaydik. Fundament mustahkam, lekin amal qilish darajamiz pastligicha qolmoqda. Mana bugun bizning turmushimizga poyezd kirib keldi, telegraf, telefon kirib keldi deydi. Buni ko'rib yoqamizni ushlab qolyapmiz, hayron qolyapmiz. Axir bularni asosini biz bobolarimiz yaratgan edi deydi. Marhamat ustoz. Orqada qolganligimiz sababini birinchi marta buni bundan 120 yil oldin jaddidlarimiz ko'tarib chiqdi-da. Albatta. Uyg'onish davrini aytyapman, ya'ni 9-12 asrlar oralig'i bo'lsin. Yaxlit bir ta'lim yoki tarbiya tizimi shakllangan edimi va u qanday edi? 9-12 asrida bo'lgan bir tomoni, birinchidan mana ilgari bizni madrasalarga qabul qilishda yoki maktabga qabul qilishda Qanday bo'lgan shu? hozirgi holat bilan solishtirsangiz, demak, masalan, mana shu ko'chada 6 yosh 7 yosh yetgan bolalar bor, uni hammasini maktabga olish kerak. O'qituvchiga olib kelib beramiz, o'qitasan buni. Ha, hozirgi davrniki. O'sha davrda unday emas. Aha. Ota-ona o'zi olib kelgan bolani. Mana shu haligi o'zbekona maqol bor. Et sizniki, suyagi bizniki. Mana shu bolani o'qitasiz. Yetaklab olib borgan. Keyin u bolani oilada hammasini olib kelmagan ota-ona. O'sha ilmga qobiliyati bor bolasini olib kelgan. Olib kelganda mana buni o'qitib berasiz degan. Ana u bola haqiqatan o'qitgan. Keyin saralangan o'sha davrda bir keyin avlod bo'lgan demoqchisiz. Ha, mana shunday olib kelgan. Olib kelgandan keyin masalan bolani bu birinchidan pulli maktablar. Pulli maktablar. O'qituvchi pulga o'qitgan. O'zi repetitorlik kursini o'zi o'sha paytda o'qitgandan keyin birinchidan hali maktab bitirgandan keyin ularga san'at berilgan. Ya'ni shahodatnoma maxsus. Bu shahodatnomasiz keyingi ta'limga qabul qilmagan. Endi vaqti bilan 1 yilda, 1,5 yilda bularda imtihon bo'lib turgan. Imtihon majlisi deyiladi. Davra qurilgan bo'lgan o'quvchi o'rtada
o'sha mahallani kattalari chaqirilgan, boshqa maktablarning domlalari, ota-onalar, ulamolar hamma kelgan, hammani o'rtasida savol javob qilingan. Bolaga yuzlab savollar berilgan. U bola savolga javob berish kerak bo'lgan. Endi bu yerda manfaatdorlik o'qituvchi yaxshi o'qitishga majbur. U yaxshi o'qitamasa, Bu birinchi sharti bu. albatta ertaga unga pul tushmaydi bola olib kelishga. U tirikchiligi shundan. Ikkinchisi, Bola o'qishga majbur. O'qimasa o'sha shahodatnoma ola olmaydi. Ertaga biror joyga ishga joylasha olmaydi. O'qishga ham ikkinchi etapga qabul qilinmaydi. Ota-ona ham majbur o'qitishga. Bor molingni boq, darsingni keyin qilasan demaydi. Chunki bu yana pul to'lab o'qitmaydi-yu. Bolani umri o'tadi va mablag' ketadi. Uch tomonlama manfaat borligi uchun ham ta'lim rivojlangan bu narsa. va u yerda saralangan avlod bo'lganda o'zi aytingiz, Saralangan ular. qobiliyatli Endi bu degani shaxslargina. Boshqa bolalar bilimsiz qoldi, savodsiz qoldi degani emas. Albatta ularga o'qish yozish Hunar yoki shunga o'xshagan. Bu savod masalasi, yozuv masalasi chiqarilgan, hisob-kitob masalasi, arifmetik. Bugungi boshlang'ich ta'lim masalasi berilgan, lekin yuqorida borish masalasida faqat iqtidorlilar olingan. Mana bunga e'tibor berish kerak. Endi bu kishi aytgan gaplarga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Xonliklar davrida masalan to'g'ri, Yevropada ham o'sha olovga tashlandi, ilmiy kashfiyotlar uchun boshqa narsalar qilindi. Albatta. Lekin Qarshilik bitta bo'lmadi yaxshi deya gap- olmaymiz u yoqda ham. Yaxshi bitta narsaki jahondan uzilib qolindi. Mana qarang, misol uchun 1721-yil Rossiyada harbiy akademiya tashkil topyapti. Bizda harbiy akademiya O'zbekistonda mustaqillikdan keyin tashkil topdi. Vaholanki Amir Temurning vatanida bo'lyapti. Ular Amir Temur harbiy Akademiya yo'q deya olmaysiz bu yerda ham. albatta u akademiyaning asosi bor, lekin akademiyaning o'zi yo'q. Uni Amir Temur asarlarini ular Moskva harbiy akademiyasida o'qityapti. o'qitishdi. Masalan, Arkadiy Gaydarning o'g'li Temur, nimaga Temur deb qo'ydi? Temur harbiy san'atni zo'r o'rgandi akademiyada. O'shancha yaxshi ko'rib o'g'liga Temur deb ot qo'ydi. Mikhail Vasilyevich Frunze nimaga o'g'liga Temur deb ot qo'ydi? Temur harbiy san'atni yaxshi o'rgandi, Temur deb qo'ydi. Bizda o'qitilmadi bu narsalar. Ikkinchisi 1775-yilda Rossiyada Fanlar akademiyasi tashkil topdi. Bizda Fanlar akademiyasi bo'limi 34-yil, 43-yil urush bo'layotgani uchun kelib qoldi xolos. Bo'lmasa Fanlar akademiyasi balkim mustaqillikdan keyin ochilardi. Endi bu masala. Shuning uchun mana bu masalalar bizda keyin masalan olib qarang. Mana aytaylik, bizdagi birinchi gazeta 1906-yil Taraqqiy gazetasi. O'rta Osiyoning umrguzorligi Taraqqiy Ivan Geyerning gazetasi chiqyapti. Yana o'sha yil 6-yil Ismoil Obidovning Taraqqiy degan gazetasi chiqyapti. Birinchi bu o'zbek gazetalari bu yerda chiqqan. Xurshid, Shuhrat 6-yil chiqdi hammasi. Endi Rossiyadachi 18-asrning oxirida chiqyapti. Bir Yevropaning eng qoloq davlatida. 1758-yil Rossiyada Xitoy etnografiyasiga oid ensiklopedik asar chiqyapti. Qani bizda bunaqa asarlar chiqqanligi? Juda to'g'ri aytdi bu kishi. Biz jahondan uzilib qoldik. Jahondan savodlilik darajasi bo'ldi, lekin hali ijtimoiy hayot, siyosiy hayot boshqa davlatlarda qanday ketyapti? Ta'lim taraqqiyoti qanday? Buyuk Ipak yo'lini ham to'xtab qolishi bunga Balki asosiy sabablardan bo'lsin, biri deb qarashsak bo'ladi. Mana shu. Sababi yo'l to'xtadi-yu, u okeanga ko'chdi. Akanga ko'chdi. Okeanga ko'chdi va ular bemalol suvda o'zlarini oldingi bilimlarini ham bir oshirishga muvaffaq bo'ldi. G'arbga agar solishtiradigan bo'lsak. Yana bir daqiqa, mana masalan Ibn Sinoning asarini olib qarang. Al-Qonun fit tipda aytayaptiki, Batlimus Hakim mana bunday deydi. Qarang, bular Yunon olimlari. Buqrat mana bunday deydi. Jolens Hokim mana bunday deb aytadi. Golen bu. Bularni aytayapti, keltiryapti, asardan keltirib asar yozyapti. Xo'p, shunaqa asar yozgan odamni 18-19-asrda bizdan topa olasizmi? Yo'q, bu jahon ilm fandan uzilib qolganligi emas bu. Buning natijasi. U paytda aytganingiz Buyuk Ipak yo'lining chorrahasidamiz. O'sha haligi Aristotel Hamma bizni ustimizdan o'tadi, ko'ramiz, hammasidan ilm olamiz, o'rganamiz. Urganch, Buxoro, Samarqand, Axsikent kutubxonalarida albatta Yunon olimlarining asarlarini topgansiz, o'qigansiz. Uyg'onish davrida aynan shu bilan bog'liq. Ya'ni o'sha Yunon olimlarining kitoblari olib kelindi, tarjima qilindi va bundan xulosalar chiqarildi. Buni mana Farobiyni ham boshqa umuman olimlarimizda ko'rishimiz mumkin. Ana endi Timurda yoki Amir Temur va Temuriylar davrida alohida o'sha ta'lim tarbiya uchun maxsus bir tizim yaratilgan edimi? Ikkinchi uyg'onish davri o'sha 15-asrga 14-15-asr deydigan bo'lsa, Temuriylar davri deydigan bo'lsak, bunda qanday vaziyat edi va u yerdagi shahzodalar tarbiyasi va ta'limi qanday amalga oshiriladi? Marhamat ustoz. Asos qilib aytsak bo'ladiki, bilamizki Temuriylar davlati, Temuriylar tarixida Temurning qilgan katta bir ishi kashfiyoti deb aytishimiz kerak. Butun sharqni egallagan o'zini o'sha hududiga borib olim fuzalolar, yozuvchilar, xonanda, sozandalarning eng yaxshi mashhurlarini Samarqandga Chiqqan. olib kelgan. Markazga Va to'pladi. ularga kiyim-kechak berib, deymizmi, oziq-ovqat beribmi, hurmat, e'tirof ko'rsatib, ana shu yerda mana bitta misol keltirishim mumkin. Misol uchun olaylik, bizda Amir Temurning katta bir ishi Sharqda juda katta Abduqodir Marog'iy degan katta bir olim, musiqa olimi Sharqda, o'sha demak Ozarbayjonda shuni Temur ko'rib qoladi va unga ehtirom ko'rsatib aytadiki, siz bizga borib dedi, Samarqandga borib
12 maqom maktabini yaratib berasiz deb olib keladi. O'g'lini, kuyovini olib kelib, bu bitta musiqaga bo'lgan e'tirof. Lekin biz bu yerda astronomiya fani bor, matematika fanlari bor va dunyo fanlarini ustoz hamma eng bilimdonlarini o'sha Amir Temur katta qilgan yutug'i ana bizga Sharq maktabini shakllanishi o'sha olaylik 11-asrdan bo'ladigan bo'lsa, o'sha davrdan boshlab dunyoda ustun bo'lib yuqori cho'qqiga chiqqan davr deb aytish mumkin. Bu Amir Temurning o'sha sa'y harakatlari tufayli markazlashtirildi fan. Sharq demak butun madaniyat fani Samarqand ko'chdi. O'shanda biz aytish mumkinki, mana sizga asos misol shu. Olaylik misol uchun shu asosda rivojlandi demoqchisiz. Urmaviylar deymiz, Ibn Zaylalar deymiz. Misol uchun mana oldin 14 ming olim deyaptilar. Bular hammasi o'sha Amir Temur, Temuriylar davlatidagi markazlashgan katta bir akademiya desa ham bo'ladi shuni ustoz. Akademiya desa bo'ladi shuni. Albamundan kam narsa emas, lekin har bitta saroyda, har bitta muzofotda, har bir jabhada maktablar ochilib, maktablarga o'sha Sharqning eng mashhur. Mana misol uchun olaylik, mana shu biz ko'rayotgan suratda ko'rsatgan minoralarimiz. Bilasizmi, tarixini men o'rganib chiqdim. Bular hammasi Eron arxitektorlari, anaqalari, demak, bu nima deymiz? Me'moriy demak bu binolarda bular Erondan o'sha yoqtirib qolib, Amir Temur o'sha Eronga borganda safarda shu me'morlarni hammasini oldiga solib billa ehtirom ko'rsatib, e'tibor ko'rsatib, oyligini to'lab olib kelib Samarqandda shularni shakllantirdi. Bu har bir fan, har bir jabha, har bir sohada Amir Temurning katta bir o'zini davlatchiligi siyosati olib borganligi faqat biz ijobiy tomondan biz faqat e'tirof qilsak bo'ladi. Rahmat, Abdul aka. Endi mana savol yuqorida g'arb ta'limi, tarbiyasi bilan Sharq ta'lim, tarbiyasi savol berdingizda, keyin albatta qisqacha iqtisodiyotda rivojlanishda ular oldinga ketib qoldi degan savol bo'ldi. Endi men sal o'zimizdan kelib chiqib, uzoqlashmasdan bir ozroq e'tibor fikrimni aytayotgan bo'lsam, balkim noto'g'ridir, lekin meni o'zim fikrim. Albatta eshitamiz. Xo'p. Biz bolalarimizni qancha yaxshi ko'ramiz degan savol tug'iladi. Va bolalarimizni yaxshi ko'rishimizni nima bilan ifodalaymiz? Ana. Bu ota-onalarga katta savol bo'ldi. Nima bilan ifodalaymiz? Qorni to'yishi, usti but bo'lishi, xo'p, sog' omon qo'yapmizmi? Bir joyga borib o'ynab kelishi, yaxshi mashinalar bilishimi? Yoki bolani ilm olishi, xo'p, o'rganishi, olim bo'lishi, qaysi birini ifodalaymiz degan savol tug'iladi. Men ko'p savol bolalarga qo'yaman, talabalarga qo'yaman. Qaysi birimizni yaxshi ko'ramiz? Va yana bitta narsani aytib qo'ya qolay. Xo'p, bir hikoyacha aytib bersam bo'ladimi? Bo'lgan voqeada, endi baribir o'rnak bor. Albatta, bemalol. Pandemiya yumshagan bir paytda bir ustozimiz to'y qildilar. To'yga Surxondaryodan odamlar keldi, Maryam aytdilar, bordim. Borgandan keyin yoshi kattagina kishi, menda 74 taga kiraman dedilar. Keyin aylanib, shu hovlida aylanib yurganimizda nabirasini chaqirdilar. Nabirasi 4 yoki 5 yoshlar. Domla dedilar, men nizomiyda ishlashimni bildilarda, domla bir nabiramni bir sinab ko'rmaysizmi? Arifmetikadan zo'r biladi dedilar. Xo'p, chaqiring, mayli sinaymiz dedi, savol berdim. Haqiqatan ham zo'r bola, bitta umumiy so'z qilib aytadigan bo'lsak. 4-5-sinf bolasi. Mentalni arifmetikani o'zlashtirgan. Nima o'zlashtirsam ham yumshoq bo'ladi-ku, bola xafa bo'lishi mumkin. Yaxshi o'rgangan bo'lasiz. A'lo darajada biladi. Xo'p, yaxshi dedim. Yana nima desam, she'riyatda ham zo'r biladi dedi. Xo'p, she'riyatdan savol qildim, haqiqatan she'rlarni zo'r aytib beryapti. Bolaga qoyil. Ko'rdingizmi deb u kishi faxrlanish boshladi. Bizni nabirada bu dedi. Buni o'qitgan ustozini taniysizmi dedim. Mentalni arifmetikani o'rgatgan ustozini taniysizmi? Sharifini bilasizmi dedim. Yo'q dedi. She'riyat o'rgangan ustoz dedim. Yo'q dedi. Bo'lmasa bu meni maqtanish haqqingiz yo'q dedim. Bu bilan buni ustozi maqtanish haqqi. Siz bunga olib kelgan kiyimingiz bilan maqtaning, bu yerga to'y olib kelganingizni maqtaning. Uni ana ustoziga borib hech masabda rahmat aytdingizmi dedim. E'tirofda endi bu. Albatta, e'tibor. E'tirof. To'g'rimi? Ustozga rahmat aytdingizmi dedim. O'sha kishi shunday qoldi-da, 1,5 oydan keyin menga telefon qildi. Abduvali, rahmat sizga dedi. Topdim. O'qituvchini ko'rsam, mashinamdan tushib, assalomu alaykum deydigan bo'ldim dedi. Bugun oilada bolalarimizni tarbiya berayotgan o'qituvchilar qanchalik e'tirof etyapmiz?
Taniymizmi? Taniymizmi? Rahmat ayta olamizmi? Eng katta gap shunda. Butun bir yer sharini bitta yer sharida olayotgan bo'lsak, agar kichik atomchalar bo'lmasa yer shari bo'lmaydi. Biz birdan yer sharini qo'lga kiritmoqchi bo'lyapmiz-da. Lekin atomchalardan boshlaylik. Bolani birinchi tarbiyasidan, olayotgan ta'limidan boshlaylik. Bugun ko'rayotgan televideniyaga qaraylik. Televideniya ham bolani tarbiyasi juda katta rol o'ynaydi. Mana bugun agar ras o'zimiz aytib aytayotgan bo'lsak. Men hali yaqin orada ko'rmadim bironta bir yosh olimni, yosh yigitni dunyo bo'yicha e'tirof etilgan yigitlarimiz, qizlarimiz juda ko'p. Shularni chiqib olib televideniyadan ko'rsatilgan yaqin orada ko'rmadim, balki qayerdadir ko'rsatilgandir. Bu nima? E'tirof yuzlab, minglab bolalarni shunga havas ro'yxatiga o'tadi-da. Shu narsani biz bera olamizmi? Motiv beradi ularga deysiz. Motiv beradi-da. Biz shuni bera olamizmi? Maqsad beradi. Bera olganimiz yo'q-da. Bolamizga bermagan narsani biz talab qilish haqqimiz yo'q. Oldin shuni boshlaydik. Demak, gapingizdan hozir yana bir narsa chiqyaptiki, o'zing ilmli bo'l yoki bo'lmasa unga sharoit yaratib ber. Ha, albatta. Albatta, men o'ylayman, qorni to'yg'azib, egni biz qilib cho'ntagiga 100 mingni solib qo'yib, bor bolam hech kimdan keyin yo'qama, mana o'yal aloqa vositasini eng oxirgisini tut, mana mashina zo'rini min degan bolasini yaxshi ko'rmaydi u. U bolasini qiynalib mana buni o'qib, o'rgan. Mana bunday bo'ladi degan odamgina yaxshi ko'radi bolasini deb o'ylayman. Biz shuni qila olamizmi? Mana hop buni ertaga qo'yasiz, ota-ona o'ziga bir savol berib ko'rsin-chi. Mana shu savolni ko'p beraman. Talabalarimizga beraman savol. Ota-onalaring qancha yaxshi ko'rasizlar dedim. Yaxshi ko'radi dedi. Qaysi bittalaring ota-onalaring telefon qilib, "Bolam, qanday o'qiyapsan?" yo Twitterdan, yo dekanatdan, yo rahbariyatdan so'radi desa, hammasi jim qoladi. Biz o'qishni so'ramayapmiz. Aloqa yo'q. Aloqa yo'q. Mana bizga eng katta kamchiligimizning bittasi shu. Albatta. Chunki mana yuqorida aytdik, ustozlarga, o'qituvchilarga yuklab qo'ydik, ta'lim bilan tarbiyasini bolaga qarab turibdi-da. Turadi maktabga boryaptimi, mana ishim qilib kelay. Deymizda, u bilan ishimiz yo'q, chunki o'qituvchisi bor-da, yuklab qo'yilgan narsa. Bo'ldi. Biz aybimiz shu. Lekin agar bordik biz ana shu oddiy kichkina qadamlarga e'tibor qarataylik, bolalarimizni bilimini to'g'ri yo'naltira olaylik. Uni moddiy jihatdan ta'min qilolmasak, ma'naviy jihatdan ta'min qila olaylik. Bilasizmi? Biz dunyoni egallab olishimiz mumkin ilm jihatdan. Hol bolalarimizni shunday. O'sha ajdoddan avlodga o'tib kelayotgan gen, qon borda. Bugun prezidentimiz shuni qilib beryaptilar. Shu sharoit imkoniyatni qilyaptilar, qilinglar deb. Lekin bir kishi aytganini qilmaydi. Hamma qo'shilish kerak. Bolasini haqiqiy yaxshi ko'rish kerak. Mana shu haqiqiy yaxshi ko'rmaymiz. Jamiyat harakati. Va haqiqiy yaxshi ko'rmaymiz deb o'ylayman-da. Haqiqiy ota-ona sifatida yaxshi ko'rishimiz kerak edi. Mana Ma'mun davrida deymiz, Amir Temur davrida deymiz. O'sha davrda olimlarimiz chiqqan haqiqiy bolalar yaxshi ko'rdi. Haqiqiy o'rgatgan. Ilm bilan tarbiyani alohida olib borish kerak degan gapga ayrim paytda qo'shildim. Uni birga olib borish kerak. Birga olib borish kerak. Nega? Negaki ilm moddiylashsa, unga nisbatan munosabat bo'ladi-da. To'g'rimi? Albatta. Ilm moddiylashdi. O'rani to'yintirdi. Eshitdik. To'g'rimi? Lekin unga nisbatan munosabat qanday bo'ldi deganda, odamlar sizni borib tashlaymiz, yadro bomba qilamiz dedi. Uni atom elektr stansiyasi ham qilish mumkinmi? Mumkin. Munosabatmi? G'oyami? Bo'lish kerak-da mana shu. Qanday yondashuvga ham bog'liq demoqchisiz. Ha, bu tomonga ham bog'liq. Bundan voz kechib bo'lmaydi. Chunki yaratilgan ilmni nima maqsadda yaratyapmiz? Ertaga bu nima beradi deb ham u tomonini, ham bu tomonini ochib olib qarashimiz kerak. 10 yildan keyin qanday natija beradi? 100 yildan keyin qanday natija beradi? Va lekin bu mana bu maqsaddagi odamlarning qo'liga tushsa qanday natija beradi va qanday foydalanish mumkin degan narsani biz bugun berishimiz kerak, ertaga kech bo'lib qolishi mumkin. Jadid davri va umuman biz Abdulla Abloningizni bilamiz. Faoliyatini, umuman ularni o'sha nima deydi, jadid pedagogikasiga qo'shgan hissasini. Shular haqida. Siz gapiring. Bemalol. Marhamat. Xo'p, demak, hozir ustozimizni fikrlaridan kelib chiqib davom ettirib aytadigan bo'lsak, eng yaxshi investitsiya bu ta'limga qaratilgan yoki tikilgan investitsiya deb aytishadi-da. Va bizda shunday purma'no bir fikr bor. Moddiyat va ma'naviyat har doim yonma-yon bo'ladi va moddiyat va ma'naviyat o'sha parvoz qilayotgan qushni ikki qanotiga qiyos qilingan. Haqiqatdan ham agar biz ma'naviyatni tarbiya negizida qaraydigan bo'lsak,
o'sha ta'lim, ya'ni ta'lim ertaga bizga moddiyat, ya'ni bizani moddiy nima deydi, barqarorlikka, agar shaxs misolida olsak ham, davlat yoki jamiyat misolida olsak ham moddiy barqarorlikka olib keladi va unda albatta ma'naviyatni yoki o'sha tarbiyani unutmasligimiz kerak. Albatta. Mana endi mana shu eng yaxshi investitsiya, ta'limga kiritilgan investitsiya degan g'oyani to'g'ri aynan bunday so'z bilan, fikr bilan boshlashmagan, albatta jadidlar ham ilgari surishgan. Va o'sha o'zbek pedagogikasi yoki o'zbek matbuoti yoki o'sha yangilanish davrini boshlab bergan harakat sifatida biz jadidchilik harakatini juda ham yaxshi tarixdan bilamiz. Ularni vakillarini ham o'rganib kelganmiz va o'rgatib kelmoqdamiz. Mana shunda o'sha jadidlar o'z nomi bilan yangilik kiritishga, ya'ni usuli jadid maktablarini kiritishga va eng diqqatga sazovori shunda maktablarda umuman ta'lim sohasida xotin-qizlarni ham teng faol bo'lib o'qishlarini targ'ib qilishgan yoki shu g'oyani ilgari surishgan. Bizda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hozir ustozlar ham aytib o'tishdi. Savodsizlar degan bir tamg'a ham berilgan. O'sha Skobelov boshchiligidagi general gubernator kelganda ham o'sha Farg'ona vodiysiga biz sizlarni odam qilish uchun keldik degan ma'lumotlarni o'qiganmiz tarixda. O'shanda bizaga tarix achchiq sahifalari bir alam qildiradi-da. Haqiqatdan bizda savodlilik darajasi yuqori bo'lgan. Lekin ular o'tkazgan statistika o'sha qandaydir maktablar kesimida bo'lganligi uchun shunaqa xulosaga kelingan. Ya'ni aslida o'sha yozish, o'qishni, mayli u qaysi yozuvda bo'lsin, qaysi tilda bo'lsin, nima deydi, o'sha davr kishilarimiz, ya'ni ajdodlarimiz bilishgan. Ana endi jadid ma'rifatchiligi yoki o'z nomi bilan jadid pedagogikasi shunday bir davrda otilib chiqdiki, yuqorida ustozlarimiz aytgan o'sha mustamlakachilik siyosati oldidan bir yorug' yulduz, yo'lchi yulduz kabi portlab chiqishdi. Balki shuning uchun hamdir ularni faoliyatiga barham berishga, ularni o'sha ilm ma'rifatga qilayotgan xizmatlarini kamsitishga harakatlar qilindi. Endi buni tarixdan bilamiz, ularga xos to'xtalmaymiz. Demak, o'sha jadidlarni, ya'ni o'sha xotin-qizlarini o'qitishga bo'lgan faolligi o'sha paytdagi nima deydi, yuksak e'tiroflardan biri deb olsak bo'ladi-da. Chunki o'sha ayollar boshqa bir madrasalarda, nima deydi, yigit o'g'illar boshqa bir madrasalarda o'qigan paytda ular ham dunyoviy, ham diniy bilimlarni, o'sha aytaylik qizlar, xotin-qizlar ham yoki o'sha erkak yigitlar ham parallel o'rganishligini va shu bilan dunyo yuzini ko'rishni yoki dunyo ilm fanini o'rganishni rag'bat qilishgan. Aslida ustozlarimiz yuqorida juda aytib o'tishdi. Aslida ilm fan o'sha Fozila Sulaymonovani Sharq va kitoblarida ham keltirilgan. Bu o'sha fransuz maqoli bo'lganda aslida Nur Sharqdan. Qarangki, yevropaliklar o'zi nurni, ya'ni ta'lim tarbiyani Sharq asosi ekanligini aytib o'tishdi. Va endi bu joyda tarixi bir nima deydi, g'ildirak deb aytadigan bo'lsak, to'g'ri, ilm, fan, madaniyat bir joyda to'xtab tura olmaydi. Bu aylanib turish kerak. Balki Sharqdan g'arb oldi, g'arbdan yana Sharq oldi yoki yana Sharq uni ommalashtirdi va hokazo. Hozir shunday jarayonda turibdi-da. Lekin biz o'rtalikda nima uchun o'sha pedagogika ta'lim tizimimiz yoki o'sha ta'lim tarbiyaga nima deydi, oqsoqlik bo'ldi degan joyda balki biz o'sha ko'hna Sharq qadriyatlarni unutgandirmiz. Masalan, Avesto'da mana ustozlarimiz aytib o'tishdi, bugungi kunda ham dolzarbda o'sha ezgu niyat, ezgu fikr, ezgu amal degan so'z. Balki amal qilmayapmiz shunga. Yoki o'sha hadislarimizda keltirgan ilmni zarur bo'lsa chin-mochindan yoki bugungi til bilan aytsak Xitoydan borib o'rgan deyilish. Mana endi hozir shunga nima deydi, imkoniyatlar bor. Ilm fanni targ'ib qilish uchun o'sha jadidlarimiz orzu qilgan, aytaylik, mana bilasizlar, tarixda Germaniyaga jo'natishgan, Turkiya kabi davlatlarga jo'natishgan ilm fan olish uchun. Hozir yana mustaqillik sharoitida va hozirgi ta'lim tarbiya jarayonlarida yana o'sha prezidentimizning nutqlarida ham bor. Buni jadidlar ham ta'kidlagan, ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmaydi. Yoki ta'lim, najot ta'limda yoki bo'lmasam o'sha fitratni rahbarim fan, payg'ambarim ilmdir, bilimdir kabi so'zlarini, bularni kitobda bir epigraf bo'lib, maqol bo'lib yoki bir aforizm bo'lib qolib ketmasligi kerak-da. Uni amaliyotga tatbiq qilishimiz kerak. Bizda aytganingizdek fundament mustahkam, lekin amal qilish darajamiz pastligicha qolmoqda. Balki shunga amal qiladigan vaqt kelgandir. Agar o'sha Xitoyni ham olsangiz, ular o'ziga ustoz deb bilgan Konfutsiy ta'limotini, axloqiy ta'limotini mahkam tutdi.
balki yuksalishi texnikasi ilm fanni yuksalishi shundandir degan javob ham chiqadi. Endi bu albatta taxminiy bir bo'lak javob. Bizda esa fundament undanda mustahkam, lekin amal qilishimiz yo'q. Yoki o'sha Avestoni mayli islomgacha bo'lgan din deymiz. Undagi o'sha suv, olov, tuproqni e'zozlanishi hozir bizda ekologik bilimlarni o'sha paytda ham bo'lganligini anaqa qiladi, asoslab beradi. Lekin biz hozir 2030-2050-yilga borib suv taqchilligi nimasida turibmiz, lekin fundamentini Avestoda yozib qoldirilgan edi. Demoqchi bo'lganim, amal qilishimiz kerak. Agar amal qilinmasa, o'sha yozilgan nimalar bo'ladimi, purma'no so'zlar deymiz hozir endi, yoki o'sha mana tarixni o'rganishdan maqsad xatolarni takrorlamaslik va xulosa chiqarish. Demak, xulosani amalda to'g'ri chiqarishimiz kerak. Tadbiq qilsak hammasi joyiga tushadi. Albatta. Lekin bizda nazariya, amaliyot birligi yo'q deb o'ylayman. Rahmat. Ustoz marhamat. Mana jadidchilik haqida gap ketdi. Avloniy haqida ham o'zingiz Avloniy haqida. Endi avloniylikka hammamizga yodib ketdi. Masalan, avloniyni hamma taniydi. Mana nomlari kamroq tanilgan jadidlarni edi. Albatta, marhamat. Qo'qonlik mashhur Abdulvohab Ibodiy, u inson qatag'on bo'lgan insonlar. Shu insonni Turkiston ahli nima uchun inqirozga yuz tutdilar degan maqolasi bor. 1914-yil Sadoy Farg'onada e'lon qilingan. Domla aytadilarki, o'sha inqirozga yuz tutishning sabablari deydi, ota-bobolarning qolib ketgan ilmni taniydigan darajada kelib qoldilar deydi. Sattorxon Abdug'afforov Turkiston viloyatining gazetidagi maqolasida aytadiki, mana bugun bizni turmushimizga poyezd kirib keldi, telegraf, telefon kirib keldi deydi. Buni ko'rib yoqamiz ushlab qolyapmiz, hayron qolyapmiz. Axir bularni asosini biz bobolarimiz yaratgan deydi. Biz qanday farzand bo'ldikki, bobolarimiz yaratgan narsalarni taniydigan darajaga kelib qoldik deydi. Ilmni biz taraqqiy ettirishimiz kerak deydi. Endi ilmni taraqqiy ettirishga yana bitta jihati bor. Bu ijtimoiy omil. Bu o'sha o'rta asrlarda ham ko'p davrlarda uni o'sha katta sarmoyador insonlar, davlat rahbarlari homiylik qilgan. Alisher Navoiyni mana olib qarang, Xulosatul Axborni olib qarang, Ravzatus Safoni olib qarang, mingdan ortiq talabalarga moddiy yordam qilganligi, ularga yotoqxona, uy-joylar sotib bergan, madrasalar hammasi turibdi o'sha narsalar. Alisher Navoiyni 1 yilda oladigan 18 ming shohruhi bu juda katta pul. Deyarli hammasi shu ta'lim uchun ilm fan sarflagan ekanlar. Hatto bir Mirxon bir qiziq voqeani keltiradi. Bir madrasa muallimi bor ekan Hirotda. Endi shaharning narigi chekkasida uyi, u yerdan qatnab kelar ekan. O'sha o'tirgan uyi ham ijara. Kelib madrasaga dars beraman der ekan, endi borib kelgan vaqt ketyapti. U ilm o'rgatish uchun vaqtni yo'qotib qo'yapti yo'lda. Shunda madrasani ro'parasida bir insonning uyi bor ekan. U insonning boshqa joyda ham uyi bor ekan. Shuni tavsiya qilishdi. Hazrati Navoiyga borsang, u kishi senga olib beradilar shu uyni. Menga kerak shunga. Ilmsiz qolib ketyapti talabalar. Vaqtimni yo'lga sarflayapman desang, u kishi tushunadilar deyishdi. Keyin bu kishi Hazrati Navoiyning oldiga boribdilar. Hazrati Navoiy bir joyda So'rida bir kishi bilan shatranj o'ynab o'tirgan ekanlar. Shatranj o'ynab o'tirganlarda hali kishi murojaat qildilar. Mana shunday, mana shunday, menga uy kerak, shuni bir yordamingizni bera olasizmi deganlarida Navoiy indamabdilar. Chunki o'y, xayol faqat shatranj bilan band. Ancha vaqt kutib turgandan keyin meni gapim yoqmadi-yu, bu odamga noqulay bo'ldi deb ketaverayotgan paytda shatranj yurib, mot deb turib, haligini mot qilib qo'ygandan keyin aytgan ekanlar, kotib keting, bitta qog'oz qalam olib farmon tayyorlasin, o'sha uy sizga to'liq o'zingiz yashavering degan ekanlar. O'sha paytning o'zida yo'q. Mana haqiqiy ilm fan fidoyilari. Mahmud G'aznaviy va uni o'g'li Mas'ud G'aznaviy ham Beruyiga juda katta miqdorda davlat xazinasidan mablag' ajratdi. 400 dan ortiq olimlar yig'ilgan, misol uchun G'aznadan o'zida ham. Albatta, masalan, shuning uchun ham qonuniy Mas'udiy asarini bekorga unga bag'ishlamadi. Bu narsalar bor. Endi jadidlarimizda Abdulvohab Ibodiy aytadiki, E'tiqodiyat Islomiya degan asari bor, Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Shu men dedi 1901-yil Qo'qonda jadid maktabini ochganlar, endi buni 12-yil yozyaptilar. Men o'tgan 10 yil ichida bir 2000 dan ortiq yosh katta insonlarni savodli qilib chiqardim deyaptilar. Bitta jadid. Yosh bolalardan qanchasini savodli qilganman, buni hisobini olmaganman deyapti. Mana fido insonlar. Endi namanganlik jadid Dada Mirzo Qori, bu odam juda ko'p tillarni bilgan inson, Muftahil Jagil degan, Muftahil Avval degan kitoblari chiqqan darslik sifatida. Bu odam inson ham qatag'on qilingan. Shu insonni Sadoy Farg'onada hozirgi eski va yangi maktablarimiz holidan degan maqolasi bor. Shunda bu kishi zo'r fikrda aytadilar. Bugun odamlardan so'rasangiz, nima kerak bugun, nima zarur bizga deb so'rasangiz, u narsa kerak, bu narsa mana bu to'ldirib tashlashadi deydi. To'g'ri, ularning aytgan gaplarining hammasi to'g'ri. U hamma narsalar bizga kerak deydi. Lekin hamma narsadan ortiqroq kerak narsa bu maktabdir deydi.
to biz maktabimizni rivojlantirmas ekanmiz deydi, bir qadam ham oldinga siljiy olmaymiz deydi. Shokir Muxtoriyni, men farg'onalik jadid qo'qonlik bir yaxshi bir gapi bor deydi. G'arb davlatlarining taraqqiy etishining sababi nimada deydi. Uni hammasi sababi bitta narsada deydi. Ularning maktab ibtidoiyasi, ya'ni boshlang'ich ta'limi zo'r tashkil etilgan deydi. To biz maktab ibtidoiyini yaxshi tashkil etmas ekanmiz, bizda taraqqiyot haqida gap bo'lishi mumkin emas va biz hech qachon qulchilikdan qutula olmaymiz deydi. Chunki o'ylab qarasangiz, o'sha boshlang'ich ta'limda fundament bo'ladi. 4 yillik fundamentda bolaga yaxshi bilim bera olsak, ana qolganini siz shart emas uni qo'ldan shatakka olib yetaklab yurishingiz. U yoqni o'ziga olib ketadi. Xuddi Firdavsiyning bir baytlari bor-ku. Har nechuk ilmdan eshitsang bir so'z, uni tinmay o'rgan kecha-yu kunduz. Ilmdan bir shu'la dilga tushgan ol, shunda bilursan kim ilm deb qo'yadi. O'sha shu'lani ustoz o'quvchining qalbiga tushirib qo'yish kerak. Endi bizni sharqona pedagogikada Abdulay Samarqandiyni Bo'stonil Orifin degan asarlari bor. U kishi yozyapti. Buni hammamiz o'qishimiz kerak. Bu bo'yicha televizorda ko'rsatuvlar qilishimiz kerak. Mana sharqona ustozning odobi qanday bo'lishi kerak? O'quvchining odobi qanday bo'lishi kerak? Mana masalan o'qituvchi sal oddiy qattiqroq tegadigan bo'lsa, u yoqdan ota-onasi kimlar kelib janjal qilganini ko'ryapmiz maktablarda. Maktablarga ustoz birinchi zo'r bilimli bo'lsin deyaptilar u kishi. Birinchi ustozga qo'yiladigan shart. Ustozni o'zini fanini zo'r bilsin deyaptilar. Hamma savolga javob bera olsin. Mana obro'si bunda uni. Ikkinchisi, o'quvchi shogird uni ro'parasida o'tirsin. Boshqa narsaga chalg'imasin. Bugungi kunda telefon o'ylab o'tirmasin deyapti mana. Ro'parasiga qarab o'tirsin, ustozning yuziga tikilib o'tirsin. Undan nimadir olsin, ma'qul keladigan gapni olgandan keyin boshini silkitib, tasdiqlab qo'ysin. Ya'ni u tushunayotganligini ustoz bilib tursin. Mana bunday shaklda bizda ustoz nimasi berilganda, ustoz shogird maqomati shunday yo'lga qo'yilganda, misol uchun Tanbeh ustoz beh az mehri podar degan forscha maqol bor. Ya'ni ustozni tanbehi otaning mehridan ziyodadir deganda, bizda shu narsaga amal qilinganda, amal qilingan. Rahmat, ustoz fikrlar. Xo'p, yuqoridagi qimmatli ma'lumotlarga qo'shimcha qilib shuni qo'shib aytamizki, mana yuqorida ustozlarimiz yaxshi ma'lumotlar berib borishdi. Xo'p, boyaga pedagogika tarixi o'sha jarayoniga qaytadigan bo'lsak, umuman olganda hozirgi og'riq nuqtalardan yuqorida domlamiz yaxshi aytdi, bolaga yoshlikdan boyaga ta'lim tarbiya berishga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni hozir biz bilamizki, bog'chalardan boshlab xorijiy tillar o'rgatiladi, mental arifmetik o'tiladi, domlamiz aytdi. Nima uchun bog'chalardan ma'naviyat darslari, tarix darslari o'tilmaydi degan savol o'rtaga tabiiy chiqadi. Chunki tarixni bilmasdan turib kelajakni yaratib bo'lmaydi. Bu domlalar hammamiz tarixchimiz, buni bilamiz. Tarixni institutda, maktabda emas, balki bog'chada bolaning tili chiqishi bilan o'sha ota-ona bog'chaga beryaptimi, faqat xorijiy tilga yo'naltirish kerak emas. Bolani faqatgina dunyo taraqqiyotini belgilovchi bilim fanlarni berish kerak emas, balki dunyoda o'zimizning vatanimizning ma'naviyatini yuksak bizda xalqimizda qolgan boy ma'naviy meros bor. Shuni o'rgatishga qaratishimiz kerakki, bolada vatanparvarlik ruhi shakllansin. Ma'naviy ozuqasini baravar dunyoviy taraqqiyot fanlari bilan chambarchas holda ta'lim tarbiya berish kerak degan fikr o'rtaga chiqyapti. Qachonki bolaga yoshlikdan, bog'chalik davrdan boshlab tarix fanidan saboqlar, ma'naviyati juda boy, bizning xalqimizning ma'naviyatimiz juda boy. Uni qancha o'rgansa bitta inson umri yetmaydi. Mening fikrim endi. Demak, sizni hozirgi fikringiz bunday qaraganda to'g'ri. Sababi lekin degan joyi bor. O'sha bog'cha yoshdagilar o'qiydigan yoki bo'lmasa ularga yetkazilib beriladigan darslik yoki qo'llanma muammo bo'ladi bu davrda. Bu bo'sh o'sha holatda mos kelish kerak-da yoshiga. Bunga qanday javob topamiz? Tarixdan saboqlar degan oldin kitoblar bo'lardi, hozir yo'q. O'sha bog'cha davriga yoshiga doir bo'lgan mana mutaxassislarimiz bor, tarixchi olimlarimiz. O'sha har to'g'ri aytdingiz, har bir yoshdagi ishlab chiqish kerak edi. Mos ishlab chiqaradigan adabiyotlar chiqarish kerak. Bolani zeriktiradigan adabiyot kerak emas. Bolani boyaga qandaydir kuchli bir mavzular, bolaga o'sha tarixiy hikoyalar mazmunidagi vatanimiz haqida, o'tmishda bo'lgan ota-bobolarimiz, o'sha yurtimizda bo'lib o'tgan o'sha madaniy taraqqiyotimiz haqida shakllantirib boradigan darajada bilim berish kerak. Bundan hozir ko'rinadiki, qandaydir to'qib chiqarilgan komikslarga emas, o'zimizni ajdodlarimizga bog'cha yoshidan boshlab havas qilish kerak degan xulosiga kelsak bo'ladi. Bu narsa nimaga olib keladi? Bu narsa bolada vatanga bo'lgan muhabbat hissini singdiradi. Albatta. Chunki tariximiz shu qadar bebaho boyki, buni o'rgangan inson naqadar bizni ma'naviyatimiz, ma'naviy merosimiz demak boyligini havas qiladi.
Biz hatto hozir Yevropaga Yevropa balki bizda taraqqiyotdan oldindadir, lekin ma'naviy meros bo'yicha ular bizdan ortda. Ular faqat o'sha davrda, o'rta asrlarda deymizmi, hozirgi davrda ular faqat dunyo taraqqiyotiga xizmat qiladigan fanlar bilan shug'ullandi. Ya'ni insonning ma'naviy barkamolligini, insonning ma'naviy rivojlanish haqida ular bosh qotirmagan. Ya'ni bu bizda sharqda bo'lgan. O'zbek pedagogikasining tarixining asosiy metodologiyasi ham bizni xalqimizgacha yetib kelgan, o'sha ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan boy ma'naviy merosni, ya'ni yosh avlodga berishdan iborat deb o'ylayman-da. Mana shu tarixni boyaga davom ettirish. Asosiy metodologiya, asosiy anaqa negizi bu ma'naviy merosimiz, boy qimmatbaho qo'lyozma asarlarimiz. Rahmat ustoz. Domlani shu yerda bir fikrlarga qo'shilib, bir qo'shimcha qilmoqchiman-da. To'g'ri gapni aytyaptilar. Men qo'shilaman. Mayli, mana chet tillarni o'rganish degan masala ketyapti-yu. Albatta mayli chet tillarni o'rgansa, til bilan kam bo'lmaydi. Va lekin chet tillari orqali berilayotgan bilimlar nimani targ'ib qilyapti degan savol tug'iladi-da. Masalan, men bir narsalarni kuzatdim. Bir auditoriyalarga kirib qolsak, aynan xorijiy tillarda o'qiydigan talabalar yoki o'quvchilarda auditoriyasi to'la o'sha Angliyadagi yoki o'sha ingliz tili bilan gaplashgan mamlakatlardagi o'sha xaritalar, ma'muriy hududiy bo'linishlar, boshqa narsalar bilan qurollangan. Keyin men bir ikki marta so'radim. Xo'p, bu qayerdagi ma'muriy hududiy bo'lishi? Amerikaniki. Bu qayerdagi? Angliyaniki. O'zbekistonda qancha ma'muriy hududiy birlik bor desam bilmaydim. Nega uni bilasan, buni bilmaysan desa, biz shu ingliz tilimiz o'rganyapmiz shuni deydi. Zotan ona tiling o'zbek tili. Buni ham unutmaslik kerak. Buni aytish kerak. O'rgatishdan maqsad u bizning o'zimizda yuz berayotgan muvaffaqiyatlarimizni, erishgan yutuqlarimizni targ'ib qilish degani bu. Biz axborot olayotgan manba emas, axborot uzatadigan manbaga aylanishimiz kerak. Albatta, to'g'ri ustoz bu narsa. Bizda shunaqa manba bormi desa, bor. Lekin mana bu uni uzatadigan tizim sal ishlash kerak. Mamlakatimizda rahbariyat ayni shu narsani e'tibor etgan, lekin biz salgina boshqa tomondan ilgari surib qo'yganmiz deb o'ylayman-da. Masalan, Abrayxon Biruniyni qilgan ishlarini, Amir Temurni qilgan ishlarini, masalan, bugungi kunda zamondosh olimlarimizni, yoshlarimizni qilgan ishlarini ingliz tiliga yoki boshqa tilga o'girib e'lon qilaylik. Uzataylik, to'g'rimi yo'qmi? Buni vatani bilan qiziqadi, makoni bilan qiziqadi, maskani bilan qiziqadi-da. Bo'lmasa biz ana yoqdan olayotgan bo'lsak, bizni miyamiz o'sha yoqqa qarab tortib ketib qolyapti. Miyamiz tortildimi, xohlaymizmi, tanimizdan asta-sekin tortishi mumkin. Shuning uchun mana bu tomonlama yondashishimiz kerak. Mayli til o'rganishga biz qarshi emasmiz. O'rganish kerak, o'qish kerak, bilish kerak, ma'lumot olish kerak. Lekin o'zimizdagi ilmni, o'zimizdagi erishgan yutuqlarimizni targ'ib ham qilishimiz kerak-da. Ma'naviy qarashlarimizni targ'ib qilishimiz kerak. Albatta. Rahmat ustoz. Qadriyatlarimizni targ'ib qilishimiz kerak. Endi marhamat ustoz. Orqada qolganligimiz sababini birinchi marta bundan 120 yil oldin jadidlarimiz ko'tarib chiqdi-da. Albatta. Ular jadid maktablarini ochdi. Kimga, nimaga qarshi? O'sha 1885-yildan boshlab Chorizm biza rus tuzum maktablarini ochdi. Rus tuzum maktabida o'qitishdan maqsad bu na rus tilini bilsin, na o'zbek tilini bilsin, chala bo'lish kerak-da. Endi shunga qarama-qarshi bizning jadidlarimiz o'zimizning madaniyatimizni, tariximizni o'rgangan maktab, jadid maktablar. Lekin bu jadid maktabga qarshilik qilishdi. Ularni yopib qo'yishdi. Undan keyin mana Sovet davri hokimiyati o'rnatilgandan keyin 1918-yilda bizning jadidlarimiz Turkiston xalqlari universitetini ochdi. Shu Turkiston xalqi uchun kadr tayyorlash, mutaxassis tayyorlash uchun. Endi yuqorida to'g'ri aytildi, o'sha vaqtda tamoyili bo'yicha, o'sha davrning tamoyili bo'yicha, demak, masalan, domlalar salla o'rab yurishardi. Tamoyil shunaqa edi. Yoshlar ham salla o'rishardi. Natijada universitetga domla keldi salla bilan, talaba keldi salla bilan. Yo'qdan aytishdiki, dedi, bu yerda din o'qitilyapti. Bu bo'lmaydi deb bizni milliy universitetimizni yo'q qilyapti, yopib tashladi. O'rniga 1920-yil 5-sentyabrda Lenin dekret chiqarib, Turkiston davlat universitetini ochamiz deyishdi. Mayli, ochdi, yaxshi bo'ldi. Lekin qarang, endi e'tibor bering. Turkiston davlat universiteti ataldi. Maqsad Turkiston uchun kadr tayyorlash edi. 2000 ta talaba qabul qildi birinchi yili. O'sha 2000 taning ichida bor yo'g'i 14 tasi mahalliy millat vakillari bo'ldi. Masalan, bitta o'zbek, bitta qozoq, qirg'iz, turkman, tojik, boshqalar. Bor yo'g'i 14 ta. Qanaqa qilib Turkiston universiteti bo'lsin? Mana shunaqa edi. Ana shundan keyin ham bizning jadidlarimiz harakat qilib, qana o'sha davrda
bir mustaqil demokratik O'zbekiston, Turkistonni barpo etamiz deb kurashdi. Bugun o'shalarga biz e'tiborimizni qaratyapmiz. Muhtaram prezident aytyaptilarga, kelinglar shu jadidlarning tarixini chuqur o'rganaylik. O'sha tarixni yetkazaylik. Bugun yoshlarimiz o'shani bilsin, o'rgansin. Va shu mana Buxoroda juda katta jadidlarning muzeyini ochmoqchimiz. Ha, jadid degan gazetani chiqaryapmiz mana. Maqsad nima? Maqsad yoshlarimiz o'sha ota bobolarimiz nima uchun kurashdi? Nima uchun biz bundan 100 yil oldin ko'tarilgan masalani bugun ko'taryapmiz? Demak, ildizi qayerda? Mana shularni agar biz oldini olsak, albatta o'ylaymizki, oldimizga qo'ygan maqsadga, ya'ni buyuk O'zbekistonni barpo etishga erishgan bo'lamiz deb o'ylayman. Rahmat ustoz. Ana endi bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Bugungi mavzu va bugungi O'zbekistondagi ta'lim tizimi haqida umumiy xulosalar qilib bersangiz. Marhamat ustoz. Bugungi ta'lim yangilanayotgan O'zbekistondagi ta'lim tizimini faqat e'tirof qilishimiz kerak. Chunki yurtboshimiz tomonidan katta bir qarorlar chiqyapti. Hozir katta bir kuni kecha bo'lib o'tgan selektor haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda juda e'tirofga loyiq darajada biz e'tiborda turibmiz. Faqat bir narsani istardikki, bizni qilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarimiz bo'ladimi, yoshlarimizni iqtidorini qo'llab-quvvatlash bo'ladimi? Eng kamchiligimizda biz o'shalarni targ'ib qila olmayapmiz dunyo jabhasida. Men istardimki, dunyo miqyosida haliga to'g'ri savol berdingiz, nima uchun bizda o'zbek olimlari ishi ko'rinmay qoldi degan savolga men aytmoqchimanki, so'nggi so'zimda, agar biz olimlarimiz bor, ular ishlayapti. Biz juda akademiklarni sanab bersak, u qo'limiz barmoqda yetmaydi. Bularni ishlari targ'ib qilish ozgina orqaga susaytirilgan. Men istardim, yoshlarimiz bo'lsin, olimlarimiz, ilmiy tadqiqotchilar bo'lsin, hozirgi kunda faqat biz dunyo miqyosida targ'ib qilish yo'llarini yo'lga qo'yishimiz kerak ekan. Agar shuni bizga qo'ya olsak, biz o'sha aytganlaridek, biz dunyo miqyosida bizni olimlarimiz hamma taniydigan bo'ladi. Biz faqat tanita olmayapmiz shu narsani. To'g'ri. Rahmat ustoz. Abdulla aka, xulosalaringiz. Men Davron aka gaplariga qo'shilaman. Albatta biz ilmni har bir oilaga olib kirishimiz kerak va har bitta shu oila a'zolarimiz ilm degan narsani birinchi o'ringa qo'yib olsa, biz juda katta yutuqqa erishamiz. Va ayniqsa onalarimiz, ayollarimiz. Chunki o'sha jadidlar davrida ham onalarning bola tarbiyasidagi, bolalarning ilm olishidagi tarbiyasida juda katta baho berilganda va shu bilan bir qatorda aytilganki, Sovet davlati tuzumidan, Sovet zulmidan ozod qilishning bitta yo'li xalqni ilmli qilish degan, ma'rifatli qilish degan yo'l bilan borilgan. Ma'rifat bana aytganimizdek har bitta yo'limizda najot bo'lib qola oladi. Rahmat. Marhamat. Demak, biz xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, o'sha yuqorida ustozlar aytib o'tishdi, boy ma'naviy ozuqani qaysidir ma'noda yanada boyitgan holda hazm qiladigan, ya'ni amaliyotda qo'llaydigan vaqt keldi. Albatta. Bunga nima qilib hozirgi prezidentimiz olib borayotgan yoki e'tibor qaratayotgan o'sha ta'lim tarbiyani siyosat darajasiga ko'targanlar misolida. Va o'sha 3-renessansga tamal toshni yoshlarimiz yoki shu ta'lim tarbiya yo'li orqali qo'yamiz degan tamoyillariga amal qilgan holatda o'sha ta'lim tarbiyani yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan, jonli auditoriya bilan yoki o'sha maktablar yoki maktabgacha ta'lim muassasalarida bo'lsa jonli ko'rgazmali vositalar bilan boyitadigan vaqt keldi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bunda yana rivojlangan jahon tajribasiga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Chunki boyagi boy ma'naviy ozuqani boshqa fanlar bilan yoki o'sha jahon tajribasi bilan integratsiya qilish uchun bizga yana o'sha rivojlangan davlatlarning tajribasi kerak bo'ladi. Garchi u azaldan bizda mavjud bo'lsa-da, ma'naviy ozuqa bo'lsa-da, uni yanada boyitish, takomillashtirishni bugungi davr talab qiladi. Umuman olganda jamiyat taraqqiyoti to'xtab qolmaydi, ya'ni rivojlanib boraveradi. Bu jamiyat rivojlanishida bevosita pedagogikaning o'rni juda ahamiyati juda muhim. Va shu nuqtai nazardan pedagogikaning o'sha rivojlanish faqat ta'lim bilan yo tarbiya bilan, ta'lim tarbiya chambarchas bo'ladi. Shu jamiyatni rivojlantiradigan, jamiyatni yuksak ma'naviyatli insonlarni yetishtiradigan pedagog kadrlarni yetishtirishga e'tibor qaratilsa, yana ham maqsadga muvofiq. Chunki jamiyat taraqqiyotini bevosita pedagoglar asosan tashkil qiladi. Chunki ularning o'sha ta'limi berishi, tarbiya berishi, insonlarning kelajakda jamiyatga yetuk shaxs bo'lib yetishib chiqsa, bevosita pedagoglarning o'rni juda katta deb o'ylayman. Rahmat. Marhamat. Ta'lim taraqqiyoti masalasida ikkita narsaga e'tibor berish kerak deb hisoblayman. Birinchisi, hadeb xorijiy ilg'or ped texnologiya degan tushunchaga yopishib olavermaslik kerak.
keyin masalan hozir kredit modul tizimi deymiz, xemis dasturi, boshqa narsalar. O'sha xemisda ham oddiy jurnalni 3 marta kirib chiqasizda. Unda bitta jurnalda qo'l bilan belgilaganingizda vaqtni yutasiz. Biz o'zimizni milliy pedagogikamiz tarixga bir nazar tashlab, o'shandan kerak narsani olib ham ko'raylikchi, balkim chunki asrlar davomida sinovdan o'tgan uslub, sinovdan Albatta. o'tgan bu yo'nalish bu. Albatta. Bu sohada biz kam bo'lmadik. Dunyo olimlariga ustozlik qildik axir. Albatta. Keyin yana bir narsaki, har bir mutaxassis o'zining sohasi bo'yicha bolalar uchun, bu hozirgi 9-sinfgacha bo'lgan men maktab o'quvchilarini nazarda tutyapman, chunki u yuqori sinf yo'lini tanlab oladi. Har bir fan o'zining fani doirasida malakali o'qituvchilar kichkina qomusiy kitobchalar chiqarish kerak, ensiklopediya. Men buni ko'rdim, xorijda bor bu narsalar. Masalan, aytaylik 6-sinf biologiyasidan chiqarishdi. Maktab darsligi 150 bet bo'lsa, bu borsa 30 bet bo'ladi. Illyustratsiya, rasmli bo'lsin, qiziqarli bo'lsa, bola qiziqadigan bo'lsin va sodda til bilan yozilsin. Misol uchun sitoplazma nima, sitologiya nima, hujayra nima, erkin tanlanish nima, tabiiy tanlanish nima, tur nima degani o'zi mana bu narsalarni alfabet tartibida bersa, bolaning qo'lidagi bu kitobcha o'zi qiziqib ham o'qib qo'yadi 30-40 bet narsani. Albatta. U rasmiy, har qachon bolaga rasmiy muloqotdan bola qochadi. Bu xrestomatiya shaklida, ensiklopediya shaklida maktabdan tashqarida beriladigan ular adabiyotlar, qo'shimcha adabiyotlar. Buni bola qiziqib o'qiydi. Albatta. Mana shu, ya'ni u kichkina bo'lishi kerak. Ana o'shandagi u yillar o'tgandan keyin katta-katta tom kitoblarni o'qiydi. Yoshligidan kichkina kitobchalarni, gazeta, hikoya, maqolalarni o'qimagan bola katta bo'lganda katta kitoblarni o'qiy olmaydi. Xuddi bu sportchiga o'xshaydi. Kichkina gantel, giryalarni ko'tarib, shug'ullanib ulg'aymagan sportchi ming gavdali bo'lsa ham katta shtangani bersangiz bir ko'taradi, yo bezib qoladi, yo mayib bo'ladi. Bilim ham shunaqa narsa. Rahmat ustoz. Haqiqatda ta'lim tarbiya masalasi bu dolzarb, bu hech qachon o'zini ahamiyatini yo'qotmaydi. Shuning uchun ham bugungi kunda hech ikkilanmasdan aytishingiz mumkinki, demak bizda ta'lim tarbiya masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Mana muhtaram prezident masalani qo'yyaptilarki, kelinglar, shu bugun yoshlarimiz biz hammasini ta'lim bilan qamrab olaylik. Hozir 1,5 million yoshlarni biz oliy ta'lim bilan qamrab oldik. Oliy o'quvchilarning soni demak 3 barobar. Demak 71 tadan 2016-yildagi hozir 250 dan oshib ketdi. Demak, ta'lim bilan qamrab olish 2016-17 yilda bor yo'g'i biz bitiruvchilarning 9% ni qamrab olgan bo'lsak, bu yilgi yakun bo'yicha biz 42% ga olib chiqdik. Yaqin o'rtada shuni 50-60% ga olib chiqish masalasini qo'yapmiz. Endi bitta shu yerda gap bor. Muhtaram prezident aytayaptiki, kelinglar, o'sha mana kambag'al degan tushuncha bor. Shu kambag'al oilalardan hech bo'lmasa shularni bitta farzandini biz o'qib beraylik, o'qitib beraylik deyaptilar. Ulardan ham chiqsin. Undan keyin o'shalarning oiladan qiz bolalarni ayniqsa oliy o'quvchilarda xarajatlarini davlat to'lab beradi degan masalani qo'yaptilar. Maqsad chunki xotin qizlarga e'tiborni qaratilishi, bu kishining bitta yaxshi gaplari bor. Agar biz bitta qiz bolani tarbiyalasak, biz demak jamiyatga katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Biz demak kamida 10 ta 15 ta demak oilani tarbiyalagan bo'lamiz. Shuning uchun bu masala jiddiy masala ekan. Bunga e'tibor berib, demak biz yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, ko'p narsani gapiramiz u amalda qilmaymiz shuni. Shu aytilgan gapni qilishimiz kerak. Jumladan o'qituvchilarimiz ham ko'p gaplashamanda, borganda masalan maktab o'qituvchilarim g'oyalarni olib chiqishadi, juda bir fikrlarni aytishga xursand ketaman. Maktabga borgan shuni qilyapsizmi deyman. Qilmayapti. Boryapmiz maktablarga, ko'ramiz. Hukumatga boramiz. Lekin amalda shular bo'lmayapti. Shuning uchun jonkuyarlik bilan, demak davlat siyosat yaratib beryapti sharoit imkoniyat. Shunga yarasha javob bersak, biz oldimizga qo'ygan tezroq maqsadga erishamiz. Bugun biz o'zbek pedagogikasi tarixi haqida suhbat qurdik. Ishonamizki, sizlarga qimmatli bo'lgan ma'lumotlarni bera oldik. Berilgan bizga ma'lumotlar uchun ustozlar sizlarga tashakkurlarimizni aytamiz. Yana bir marta studiyamizda xush ko'rdik. Bu O'zbekiston tarix telekanalida tarix maydoni ko'rsatuvi edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.